Bitti üstten chiqarib qo'ysa, yotoqxonadagi qiziq voqealar. Men biladigan qiziq holatlardan ikki narsani aytib bering. Batiringizda bir tapchik kirib keldi. Siz makkan bo'lsangiz, bizlar bu yoqda Welcome to Progress deb kutib olamiz. To'rtamiz kelishgan holatda keyin radioning simlarini o'zib tashlatgan bo'ldik. Grant $455,000 o'tib oldim, $1,000. Navro'zdan ham ko'p qissasi bilan O 400 ming o'tib olibdi. Dabsa ham bizning bayovoy shagird. Men bir emas ekanda o'tib o'ylagan, hamma shu o'ylagan ekan. Ulardan o'xshaydi. Uqadim, men gavdasam borda. Katta odamdim, kattalik qildi, biz kichik auditoriyamizga siymay qoldi. Endi xudo xolasa ular ham planda bor. O'zlari keladilar. Endi shu narsa menga qattiq bir travma o'xshagan narsa bo'lib qolsa. Keyin shu yerda yana bir narsani aytib ketish kerak. Progressga tayyorlantirib, Atodadan keladigan shaharda konferensiya bo'ldi. Undan boshqa qilgan misol uchun proyektlarim ham shunga yaqin bo'lgan. shu narsani proyektni boshlagan Xushid akanga bo'ldi. Guvonim palankasda shu odamdan guvonim bor, shu aniq mafiya prezident maktab degan vaqtimda angliskiy yog'idan men ko'zaldim, men rus kelaman. Hamma prezident maktabda o'qiy olmaydi, topshira olmaydi. Shu bilan podkastimizning 4-soni o'z nihoyasiga yetdi. Hammamizga rahmat. Husniddin Sarsenbayev bilan ta'limiy mavzularda kichik auditoriya podkasti. Kichik auditoriya Husniddin Sarsenbayev bilan. Assalomu alaykum hurmatli Beruniy ahli. Agar siz ham farzandingizni sifatli ta'lim olishini, zamonaviy sharoitda chuqur bilimi ega bo'lishini va undan tashqari IELTS xalqaro sertifikatlarini qo'lga kiritishni xohlasangiz, sizni Intellektual Progress o'quv markazimizga taklif etamiz. O'quv markazimizning yana bir tajribali ustozlaridan biri Sarsenbayev Husniddin tomonidan oktyabr oyida ochiladigan IELTS guruhi uchun qabul boshlandi. Shoshiling, joylar soni cheklangan. Darslar sifatli, samarali va natijaga yo'naltirilgan tarzda olib boriladi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan ingliz tili o'qituvchisi Sarsenbayev Husniddin va kichik auditoriya podkasti. Bugun podkastimizning xudo xolasa 4-sonini boshladik. Bugungi mehmonlarimiz Yusupov Yerlan va Xudoyberganov Akmal. Bugungi gaplashadigan mavzumiz esa bular bilan boshqacha mavzuda gaplashamiz. Ya'ni bular prezident maktabi bitiruvchilari hisoblanadi va Turkiyaga 100% grant o'tib, o'sha yoqda oliy ta'limda davom ettirayotgan bolalar hisoblanadi. Birinchi mehmonimiz Yerlan Yusupov. Sal o'zingni tanishtirib Assalomu alaykum. Mening ismim Yerlan Yusupov. Hozirda Istanbul shahrida universitetda o'qiyman, bakalavr, prezident maktabi bitiruvchisi. Assalomu alaykum. Mening ismim Akmal. Shu men ham prezident maktabining bitiruvchisiman. Hozirda o'qish faoliyatim Istanbulda, Istanbul Ingliz texnik universitetida bakalavr yo'nalishida o'qiyman. Bugungi mehmonlarimiz o'zlari prezident maktabga kirgan, tayyorlanib kirgan va uni tugatib Turkiyaga grant o'tib Turkiyada o'qigan bolalar. Bular bilan qisqacha yoki uzun formatda hozir bugun gaplashadigan mavzumiz prezident maktabga qanday kiriladi, o'rga kirish uchun qanday fanlar, qanday testlar, qanday narsalarga tayyorlanish haqida suhbatlarimiz bo'ladi va undan keyin Turkiyalarga ya boshqa davlatlarga qanday etib chiqishdi, qanday etib grant o'tish haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Bu bolalar hali ko'p Beruniydan ya boshqa shaharlarda chetda o'qib yurganlar ko'p, lekin hozircha bulardan boshladik. Sababi bizning mavzumiz, bizning auditoriyamiz azizcha kichkina. Keyingi mehmonlarda yana boshqa davlatlarda yurgan, o'qib yurgan bolalar bilan ham gaplashishda davom etamiz. Endi boshindan boshlasak, prezident maktabga qanday kirdinglar? Shuni bir chetdan so'ylab boshlaymiz, xudo xolasa. Yerlan, senda tayyorlanish qanday bo'ldi? O'zi tayyorlanish prezident maktabine qabul boshlanmasdan oldin bor edi tayyorlik. Shu progressda tayyorlanib yuratgan edik. Qabul boshlandi. O'zi boshida men maktabga topshirmayacak edim. Ochilgan boshlangan vaqtda topshirmayacağım. Sababi men Titovda o'qiydim rus tilini bo'lgandan keyin u yoqqa ekzamen o'zbek tilida, qalpoq tilida, ilk etda angliskiy bo'ladi dedi. Shundan keyin menda topshiriqqa motivatsiyam bo'lib ketdi. Sababi o'zbek tili matematikasini ko'rsam so'zlari boshqacha. Shundan keyin men topshirmay qo'yimman, u kerak dedim. Biroq mamam turib oldi, topshirasan deb. Doim dokumentlarni tayyorlayman dedi. Men umuman qiziqishim bo'lmaydi. Shu tayyorlab boshlab, mamam dokument harakat etib boshlagandan keyin mamam harakatini ko'rmayman, yaxshi davay boshlayyin dedim. Shu dokument topshirildi. Dokument topshirgandan keyin tayyorlik
kuni bo'yi tayyorlik bo'latan edi. Kuni bo'yi progressga tayyorlansam, uyga qaytib kelib, ayapam bilan dars tayyorlanatan edim. Shunda kuni bo'yi. Keyin tayyorlik bo'lib ekzamen keladi. Ekzamenga kirgan vaqtda qarasam, tanishlar ko'p, birinchi barsang, o'zim yanimda bir sinfdosh bola o'tirdi. Adam ko'p. Bir qiziq narsa bo'ldi. Kirib biz kichkinamiz, bir bola kirib Davron degan bola, u bizlarga keyin kirdi prezident maktabga. Bizning bo'yimiz bunday bo'lsa, o'ng примерно bunday-da. Qarab atayna kirib ketmadim ekan deb men bir emas ekanda o'tib o'ylagan, hamma shu deb o'ylagan ekan. Ulardan o'xshaydi. O'qidim, men gavdasam bor-da. Yusqlangan yerda. Endi ekzamenga kirdik. Vro'ja hayajon birinchi bosqichda bunday hayajon bo'lmadi, sababi unda qattiq qiziqishim bo'lib turgan edi boshda. Keyin topshirildi. Shu davay topshirdi. Birinchi narsa chiqqan vaqtda yanada ko'proq bosim tushdi, sababi birinchi bosqichdan o'tdi. Necha odam ishonib o'tiribdi, necha odam qarab o'tiribdi, necha odam umid aqlash kerak degan narsa bo'ldi. Keyin yana tayyorlikda vaqtda buyoqda imini petda kelatan edim, petga angliyskiga, norzaga kelatan tayyorlikqa, matematikani yoqda, uyda yana ayapam. Qiziq narsa, qiziqmas endi endi alam etadigan narsa edi. Shu vaqtda tushunmaydan bo'lamiz, o deb uyda tug'ilgan kun bo'latir, men tayyorlikqa chiqib ketatan edim. Men tug'ilgan kunda yurmadimmi, nu bor etman shu yoqqa deb. Biroq keyin shu narsa normal bo'lib ketdi. Keyin ikkinchi bosqich bo'ladi. Ikkinchi bosqichga boramiz. U vaqtda biroq hayajon bo'ldi, sababi oldin men qancha odamga ishonib o'tgan bilmaydim. Biroq keyin qarasam, hamma davay yerlan qo'ldan keladi, davay qilsang bo'ladi. Qo'l olasan arqayn. Shuytib kelatan edi. Topshiramiz. Topshirib bo'lib turib 1 minus yer men Toshkentga ketib qolman. Murnim operatsiya etish kerak bo'ladi. Murnim operatsiya etib chiqamiz, qaytamiz deb o'tiribmiz. Abu Sahida o'tiribmiz kutib. Muammolar ketadi bozorga tushib. Men kutib o'tirsam, natija chiqdi deb keladi. Natija chiqdi deydi. Qarab o'tiribman. Birinchi o'qib qaraganda 24 dan boshlab qarayman. 24, 23, 20 qo'y ketdi mana deb qaradim. Yaxshi dakancha ko'rayin deb qarasam, o'zi sanni ko'rib, mana topshirganlar bilan tushunadi o'tayman. Ana identity yodlab olasizda. Shu yetib esda qolib qolgan. Qarasam, bizga o'xshaydi. Sani bizga o'xshaydi. To'xtadim, qaytdan qaradim. Muammolar kelaman deganchidan bir 15 marta qaradim sani saylasam. Nechanchi? 17 turibmiz, shuytib quvonib turibman, biroq ishonib qiraman yanday. Prova ekzamendan o'tib chiqib kelasan, prova oldimmi deytanday, shunday quvonch o'tiribdi. Quvonib turibman, biroq biroda bir krasdan kirdimmi degan narsa bo'libdi. Men shu o'rnadim netmay, o'zim ishonmay, san bo'ladi. Ayni raqam shuni borib saytga kirib kopiyalab oldim. Shuni kopiyalab keyin PDF ga qaytib uni PDF ga netmanda paste qilasan-ku. Sayt qilib shundan keyin izlab aniq chiqqandan keyin o'zim ishondim keyin. Qizig'i uyga qaytgancha, qaytdan ko'rmancha yana ishonish yo'qda. Shundaymi shu narsa bo'lgan vaqtda men bir muallim prezident maktab ochilgan vaqtda mana qurilib boshladi degan vaqt pasayat dedi. Mana bola shu yerda kiratan bola o'qiydi deb shu narsa. Ya shunday bo'ldi. Kirdik, quvonib. Yaxshi, endi birdan temaga o'tib ketibmiz. Prezident maktablari haqida ozroq ma'lumot berib o'tamiz. Prezident maktabi prezidentning tashabbusi bilan ochilgan maktab. U har bir viloyatda bir dona, to'g'rimi? Nukusda bir dona, Xorazmda bir dona, respublika bo'yicha Toshkent shahri va viloyatida addenlar Shunda Toshkentda 2 dona. 13 dona bo'ladi. 14. 14 dona prezident maktab bo'ladi. 2 bosqichli test bo'ladi. Test birinchi bosqichda butun viloyatning odamlari topshiriladi. Ana shu viloyatdan 5000 odam topshiraman, 10000 odam topshiraman. Ana shularni birinchi bosqichda saralaydi. Undan keyin birinchi bosqichdan o'tgan 500 odamni saralab 500 odamni yana ekzamen etadi. Ana shu 500 odamdan har bir sinfga 24 odam oladi. Har bir sinfga 12 dan общий 24. Sinfga 12 dan ekan. 2 sinf 24 odam. 2 sinf 24 odam. Xullas 24 odamni olib 11-klassdan oxirida o'qiladi. Hozir 4-klassda bitirgan o'quvchi prezident maktabini topshira oladi. Lekin qanday lekini bor? Lekin konkurensiya baland. Konkurensiya balanddan boshqa shart-sharoitlar. Lekin o'zi nega prezident maktabga bizlar imtihon topshirishdi 3 bosqich deb olsak bo'ladi. Eng birinchi bosqichi bu yerda dokument topshirib olish bo'ladi.
Dokument topshirganda ham misol uchun hamma topshira olmaydi. O'zining shartlari bor. Masalan, matematika fanidan ham tabiiy fan yo'nalishidan baholari 4 bo'lmasligi kerak, 5 bo'lishi kerak. Ana shunday sharti bor. Bu qurg'ana maktabning o'zina dokument topshirish uchun. Keyin hamma dokumentlarni topshiriladi, ko'rib chiqariladi keyin. Agar shu nelarga kriteriyalarga baholar to'g'ri keladigan bo'lsa, keyin imtihonga topshirish uchun qabul qilinadi. Undan keyin siz aytganingizdek birinchi bosqich bo'ladi. Birinchi bosqichda matematikadan umumiy bilimlarni test qilish uchun test bo'ladi. Bundan 480 odam qabul qilinadi. 480 ichidan keyin 500 deb xato aytibman-da. 480 odam ichidan keyin yana qaytadan ikkinchi bosqich test bo'ladi. Ikkinchi bosqich testi ingliz tili ham matematikaning muammoni hal qilish ham tanqidiy fikrlash yo'nalishlaridan test bo'ladi. Oddiy matematika emas, 2-1 da qo'shmish. U oddiy matematika birinchi bosqichda bo'ladi. Birinchi bosqichdan o'tgandan keyin bunaqada tanqidiy fikrlash ham muammoni hal qilish test bo'ladi. Bu yerda har qaysidan shu общий matematika tarafidan 40 savol, ingliz tilidan 40 savol bo'ladi. Matematika tarafidan 80 ball, ingliz tili tarafidan 20 ball beriladi. Shundan jami 100 ball, keyin shundan kirish ballari har yili o'zgarib turadi. Bizning vaqtimizda, bizning sinfda misol uchun 38 ball, 38 ga 6 ball bo'ydi eng oxirisi. Undan keyin bir yilda ko'rganim 5-sinflarga 65 da 6 ball bo'lgan. O'zi bilimning ko'tarilgan. Bilimning ko'tarilishi, savodning kuchayishi. Yaxshi, bir temani olib olaylik. Bo'lsin 24 odamni saralab olgandan keyin 14-klassni bitirgan o'quvchilar topshiradi. Undan keyin 11-klassning oxirina deyim o'qiydi shu yerda. Xalamasa tashlab ketsa bo'ladi. Lekin o'rga borgan odam tashlab ketmaydi. Lekin bizlarda tashlab ketganlar ham bo'lgan. Bizlar sinfga shu 24 o'quvchi qabul qilingan bo'lsak, maktabda 19 odam 19 odam. 23. Bu yerdan xohlab chiqqanlari birdan ham bo'ldi, menimcha manzura. O'zini xohishi bilan. Mo'ldirdik ham topshir başmatik ko'chirib. Bu ikkovi sizlar ikkalasiz tashib qo'yasizlarmi? Ya bizlarda bunday biz maktabga 24 o'quvchi qabul qilinsa, juft o'rinda kirganlar bir sinf, taq o'rinda kirganlar bir sinf bo'ladi. Yerlan taq o'rinda kirgan, men juft o'rinda kirganman. Sen nechanchi o'rinda? Men 24 oxirgi. Xullas, shu bolalar 11-klassni bitirgancha o'qiydilar shu yerda. Undan keyin prezident maktabni bitirgandan keyin bu yerda o'qish polniy chet elning o'qituvchilari bilan o'qitiladi. Shundaymi? Shunday. No ditan yeri bor. Masalan, o'zbek tili, tarix, qalpoq tili deganlar o'zimiz muallimlar. Jismoniy tarbiya va local subjects deb bo'layotgan edik, va ana ketdi. Xullas, hozir ekzamen haqida sal tanishtirish berdik. Prezident maktabini u haqida tanishtirish berdik. Prezident maktabi bundan qarasak, juda avtoritetli maktab hisoblanadi. Unga oddiy bolalar kira olmaydi. Bugungi chaqirgan mehmonlarimiz ham tipa o'zlarining vaqtining wunderkindlari bo'lgan. O'rga prostoy demaymiz, yaxshi. Oddiy tayyorlangan o'quvchi olinmaydi. Wunderkind bo'lish kerak. Wunderkind degani kuchli salohiyatga ega bolalarga shunday deb aytiladi. Bular o'zining davrida wunderkind bo'lib, 24 ta wunderkindning arasida ikkovi bo'lib kirganlar. Bu yerda odam ko'p kirgan sizlar bilan? Ya, bu yerdan 2019-yil ochildi. Shu vaqtda 8 o'quvchi kirdi. Birinchi ochilishi nega yili 2019da. Shuning uchun hamma sinfga qabul bo'ldi. Hamma sinfga qabulning ichidan 144 odam ichidan 8 bola bu yerdan edi shu vaqt. 2019-yil ochilgan prezident maktab 2019da ochilgan vaqtida hamma sinflarga qabul bo'lgan. 5, 6, 11-sinfga yo'q edi. 5-sinfdan 10-sinfgacha. 5dan 10-sinfgacha ochgan bo'lsa, shularning общий soni 144. 144dan 8i bu yerdan ekan. Xudo xolasa shu 8 odamdan podkastga chaqirib suhbat etamiz. Ko'pchilik ularning chetda yurgan chiqar. Sizlar ikkingiz maktabda bu yil bitirmaganlar ham bor endi. Bitirmaganlar bor. Shahchaxon bor, 11-sinf. Shahchaxon bizning boyovoy shagird. Bu zo'r молодец bola. Oyoqdan shunday. Oyoqdan shunday boyovoymi? Yaxshi. Shahchaxondan chaqiramiz, xudo xolasa. Bu o'xsha kirgandan keyin chaqiraman, lekin o'xsha kirmasdan burun hozircha sal mehmon vaqtini kutadi. Kirish haqida har biri so'ylashdik. Endi Akmal o'zing sal endi qiziqib olding, tanishtirsan. Aytib o'tganda, men ham Prezident maktabning bitiruvchisiman. 2023-yil hozir Turkiyada o'qishim davom etayotir. Prezident maktabga kirish jarayonini men ham qisqacha aytib berayin, aytib tushuntirib. Prezident maktabga o'zi dokument topshirish
umuman niyatimda ham bo'lmagan. Sababi bu yerda men eshitishim bo'yicha yangidan ochilgan faqatgina 5-sinfga qabul bo'ladi deb eshitganman-da. 5-sinfga qabul bo'ladi. Bizlar u vaqtda 7-sinf edik. 7-sinfda 5-sinfga qabul bo'lsa bizlar topshira olmaydiganmiz degan tushuncha bo'lgan. Keyin tayyorlikning vaqtida yurganda matematikadan tayyorlanib bo'ldi. Shu vaqtda bir Shahnoza degan o'qituvchim bor edi. Shu o'qituvchimning maslahati bilan, "Yo'q, sen ham topshirsang bo'ladi. Bu yerga qurg'ana 5-sinfga emas, 10-sinfgacha qabul bo'ladi, birinchi toza ochilgan yil bo'lgani uchun" degan gaplari bilan tayyorligimiz boshlangan. Dokument topshiramiz. Ham ekzaminga shu vaqtida 1 oylarcha qolib turgan. Keyin akam mening shu vaqtda o'zimning tug'ishgan akam abituriyent edi. Abituriyent bo'lib tayyorlanib, shu vaqtida menga aytgan, "Sen hozir bu yerda yurib, u yoqda tayyorliging bilan prezident maktabga kirishing qiyinroq bo'ladi. Keyin yanama Nukusga deb Nukusga chaqirtirgan." Nukusga chaqirib, u yoqda ham o'zi 1 oy qolib turibdi, lekin shu 1 oy qolgan bo'lsam, bizlar 1 hafta muallim izlab edik. 1 hafta muallim izlab o'tdi vaqtimiz prezident maktabga tayyorlik. Keyin oxiridan muallim topolmagandan keyin shu yerda abituriyent bo'lib o'qigandan keyin o'zim shu yaxshi biladim edi, matematika, ingliz tilini. Akamning o'zi bilan tayyorlik qilgan shu vaqtda. Shunday deb birinchi bosqichdan to'g'risi uncha matematikadan bilimi shu vaqt sal yaxshi emasroq edi. Ingliz tili tarafim kuchliroq edi. Keyin shunda ham lekin birinchi bosqichdan o'tganman. 148-chi bo'lib. 148. Undan keyin birinchi bosqichdan o'tgandan keyin sal o'zimga ishonch paydo bo'lib boshladi. Sababi birinchi bosqich o'zi matematika tarafidan yaxshi ishlab chiqdim. Endi ikkinchi bosqichda ham ingliz tili bor. Shu bilan ingliz tili ikkovi qo'shilib ancha bir o'zimga bo'lgan ishonchim oshgan. Keyin shu yerlanayotganda nelar chiqdi, natijalar o'zi chiqdi. Ham bizlar ko'ryapmiz. Boshda o'zim ko'rdim, izlab qarasam, men oxiridan boshlamaydim, boshidan boshlab izlaydim. O'zimdan qattiq ishongan ekanman. Boshidan boshlab izladim, yo'q, topolmadim. Qarasam oxirlarida 24 ta men o'qishdan son turgan ekan. Boshda ko'rdim, men ham men o'qimana dedim, lekin shunda ham o'zim ishonmadim. Aytgandan keyin saytga kirib, u sonni olib, kopirovat etib, bu yoqqa kelib, stavit qilib, undan keyin topganman. 24 aniq o'zim ishonib. Shu vaqtda bir zo'r vallim bo'lardi edi. Vallida chiqib qattiq bosganman bunga. Nukusdan Berniga. Yaxshi. Valli turibdi. Valli yo'q, hozir bir ag'aylarga beradi ukama. Prezident maktabga tayyorlanayotgan o'xshaydi-da, shuga qarab berardim. Shu vaqtda sizlar kirgan yili konkurensiya uncha bo'lmaganmi yo bo'lganmi? Endi u vaqtda shu yil ochilgan bo'lsa, hozirdan kamroq bo'lgan ancha. Sana o'xshagan, yerlarga o'xshagan fikrlaganlar bo'lsa mumkin, emas u olmaydi deb. Endi hozir asoslashtirgan to'g'ri, edi kamroq bo'lgan. Sababi birinchi yil ko'p odam prezident maktabining ochilganini eshitmay qolgan bo'lishi mumkin, dokument topshira olmay qolgan bo'lishi mumkin. Keyin fanlar misol uchun 4 bo'lmas kerak deb aytdik-ku. Ko'pchilik mening tanishlarim shu 4 bo'lib turib topshira olmay qoldi. Lekin hozir vaqtim bo'lsa, misol uchun 4-sinf balasini topshirtirajagida muallimlar bilan netib gaplashib, o'zi boshidan 4 qo'ydirmay yuradi-da. Lekin bizning vaqtda o'zi baholar qo'yilib bo'lgan, imtihon ham yaqin, prezident maktabga qabul boshlandi. Qarasam, tabelada nesi bor? 4 dokument topshira olmay qoldi. Topshira olmadi. O'sha shu o'zida elektronniy o'tkaz. Birinchi bosqichga ota-onalar bolalarini yaxshilab tayyorlash kerak ekan-da, u fundament bosqichga desak bo'ladi. Birinchi klassdan bolangiz prezident maktabda o'qitajak bo'lsangiz, birinchi klassdan boshlab baholarni o'qishidan e'tibor berishingiz kerak. Endi muallimlarga 4 qo'yma, 3 qo'yma deb ayta olmaymiz. Sababi bolaning tortishina bog'liq bu narsa. Men aytgan bilan bolaning o'zi tortmasa qiyin. Men o'zim muallimman, shundan kelib chiqib aytaman. 3 qo'yatan bolaga 5 qo'yib bo'lmaydi. 3 taga qo'yatan. Uning masalan nasibasi boshqa yoqda, sportda bo'lishi mumkin yoki biologiya, ximiyaga qiziqishi mumkin. Yaxshi, sizlar bilan qolgan 19 odam shu yerda qolishga arzidimi? Hammasi kirgandan keyin bilinadi-ku, masalan, konkurensiya bor dedik. Konkurensiya bo'lmadi, ko'pchilik eshitmay qoldi, ko'pchilik tanishlaringiz kira olmay qoldi. Omadi bilan kirganlar ko'pmi yo hammasi yaxshi tayyorlanib o'qigan bolalar, loyiq. U yerda omad bilan kirganlar menimcha. Omaddan hajatdi. Shu 19 bolalar shu loyiq bo'lgandan keyin qoldi. Agar loyiq bo'lmagan edi 19 dan ham kamroq bo'lib turadi edik. Yaxshi. 19 odam nelarga o'qishga kirdi? Sizlar bilan bitirgan. Hozir 4 odammi? 4 odam Amerikada. 4 odam Amerikada, bir qiz Angliyada, keyin Eko bo'ldi. Gulbano bo'ldilar. 2 qiz
Angliyada, undan keyin bizlar Irland, men, yana boshqa yanimizda tanishlar bor. 4 o'quvchi Turkiyada, Vengriyada 2 o'quvchi. Qolganlari Toshkentda, Yangi O'zbekiston universitetida. Qolganlar ham 6-7 dedi. Bugungi kun tartibimizdagi masalalar ota-onalarga bo'lgan motivatsiya bo'lish kerak. O'qishga kirishga, qiziqishga undashimiz kerak. Ondan tashqari prezident maktabga kirgandan keyin o'quvchi nima oladi? Prezident maktabi unga nima beradi? Bilimdan tashqari qanday narsalar? Bundan bitib chiqqandan keyin qanday imkoniyatlar bor? Shularni barchasini batafsil so'zlashib o'tamiz. Endi hozir har yoqdan o'tibmiz. Bizlarda freestyling yo'nalishi podkastda, undan qog'ozga qarab ssenariy bo'yicha ketmaymiz. Bemalol orqaga so'zlashib ketaveramiz. Xo'p, o'qishga kirdinglar. Kirgandan keyin endi prezident maktabdagi o'qish qandayligidan gapirib bersanglar. Masalan, oddiy maktabda fanlar o'qitiladi. Matematika, algebra, biologiya, ximiya, turli xil fanlar o'qitiladi. Sizlarda qanday yo'nalishda o'qitiladi? O'qish qanday? Sharoitlar qanday? Masalan, sen o'qish sistemasini so'ylab beraylar, bu yoq yashash sistemasini tushuntirib beradi. Ya ixtiyorlaringiz, o'zlaringiz yo'llarga kelishib olaveramiz, kamiz kutugimizni to'ldirib. Tamam, o'qish sistemasine keladigan bo'lsak, o'zi o narsa bizga aytilgan edi. Sizlar namuna bo'lishingiz kerak. O sizlar masalan bu yoqda ishlandi, Nukusda shu tizim zo'r bo'lib chiqsa, ketdi. Qolgan yerlarga ham shuni tarqatamiz, YouTube bilimni ko'taramiz degan edi. Endi o'qish sistemasi bizga borganda ko'rdik, umuman farq etadi ekan. Masalan, bizlar bu yoqda yurgan vaqtda mana yurib qolamiz, o yoqqa borsam umuman boshqa narsa. Chet ellik muallimlari, darslar ingliz tilida, qarasan, temalar umuman boshqa narsa, kitobing ingliz tilida, hamma narsa ingliz tilida, ekzamenlar ingliz tilida. Cambridge syllabus bilan o'tadi. Cambridge, mana shu Cambridgening tizimi bilan ustozlar ham shu Cambridge tizimda o'tib biladigan ustozlar, ya'ni shularning sertifikatini olib, shu yoqda tayyorlanib, metodikasini o'rganib kelganlar. Shu yoqda bo'ladi, shunday tarzda bo'ladi. Masalan, temalar har yili shu narsa, kitob shu narsa qaytalanadi. Masalan, matematika misolini olamiz. Shu temalar har yil qaytalanadi, biroq borgan sayin chuqurlashib boraveradi. Masalan, 5-klassdan asatroq bo'lsa, 6-klass shu narsa qaytadan o'tiladi-da, biroq o'zi qiyinroq. Borgan sayin qiyinlashib, yetib polniy qoplanadi. Keyin endi har metodikasi bor, har xil metodikasi bor har xil fanga. Eng zo'r yeri, eng mana yag'atin yeri muallimlarning o'quvchilar bilan ishlashi. Ya'ni ular prosta bilim berib qo'ymay, mana mindsetni, o'ylash, fikrlash, dunyo qarashni open mindset qiladi-da. Ya'ni sen bilim o'rganyapsanmi, uyalma, so'ra. Bilim o'rganyapsanmi, so'ra, bilganingni uyrat, bilmaganingni so'rab o'rgan. Bo'lgani shu narsa. Borgan vaqtda masalan uyalib deb so'ra olmay yurganlar bo'ldi. Biroq o'zi 1 yil o'tgandan keyin hamma o'rganishib, so'rab bilmaganini, bilganini yana uyratib, yordamlashib, shu narsa eng zo'r metodikalardan biri bo'ldi menimcha. Keyin kitoblar ham Cambridge tizimida asoslanib ishlangan bo'lgandan keyin bizning kitoblardan farq etadi. Biroq tushuntirishlari birma-bir hamma narsani soddalashib tushuntirib bergan. Shu hamma odam ham, har xil odam ham любой borgan o'quvchi tushunib biladi shu narsani. Eng zo'r tarafi menimcha shu yang'i malakali, o'ta malakali ustozlar. Shu ekovi, ya'ni faqat sistema bo'lganda ham narsa bo'lmasa edi. Biroq ham sistema va shu sistema shu tizimda o'qitib bilatan, shu tizimda ustozlar ham bor. Ya'ni shu narsa. Keyin har fandan 2 o'qituvchi bor-edi. Ha, 2 o'qituvchi bo'lgan edi. Masalan, bizlar local teachers deb aytatan edik. Ya'ni o'zlarimizning mahalliy ustozlar, ya'ni international teachers, ya'ni ular chet ellik. Qanday shunda, masalan, asosiy dars shular o'tadi, chet elliklar o'tadi. Biroq tushunmaydigan bo'lsa, masalan, tushunmaydigan yerlar bo'ladi, bizlar anglizkada o'rganyapmiz, endi shu vaqtda tushunmay qolamiz, yoki qiyinroq bo'lib qolgan vaqtda shu vaqtda terminlarni yordamlashib beradi bizlarga. Keyin support teacher zo'r yaratilgan imkoniyatlarning biri. Senda xohish, senda istak bo'lsa, shu sharoit yaratib beradi edi. Masalan, o'qiyapsan, mana sizdan sen qoldingmi, sal qolib qo'ydingmi, men qo'shimcha dars qo'shib beringlar desangiz, qo'shilib beriladi shu narsa. Ili sen darsdan chiq, darsdan keyin to'garakka kel, to'garak sana ochilib beriladi, ya'ni sen bilan ishlashadi o'tirib shu narsa. Keyin dars vaqtlari, masalan,
u yoqda 5-6 soat 7 soat o'tadigan bo'lsak, u yoqda eng kami 7-8 dars bo'lатын edi. Soat 8:30da boshlanadi va eng kami bizlar 7 dars desa bizlar yana shapkani osmonga otib quvonib, bugun dam olamiz ekan deb. 8:30da boshlanadi, 3:15 gacha bo'lатын edi dars. O'rtada obedning vaqtida 1 soat obedga bo'lатын edi. Keyin dalshi davom etib ketadi to'garaklar bilan. Masalan, birlar sportga ketadi, birlar qalatda yetolmayotgan fanlarni abro'lar bo'lsa, masalan, boshqa til o'rganaman desa, shu til bo'yicha ustoz topib olib beradi, qiladi. Masalan, u yerda qora sport, yo masalan emas, tegish, pishirish, ana mehnat, hamma turdagi sharoitlar yaratilgan edi. O'qiyman desa, o'quvchidan harakat bo'lsa, bu yoqdan imkoniyat berilaveradi edi. Eng qiziq savolga keldik. Hozir shu yerni qo'shib bering menga. Prezident maktabda nutq o'qiysan. Hech qanday pul olinmaydi. Shunday zo'r sharoitlarda nutqqa sizning bolangizni o'qitadi. Bepul. Absolut. Birovlar o'ylaydi, prezident maktabda o'qitish pulli. Masalan, bu yilda bir gap eshitib qoldim. Pulli konverga topshirtirmaymiz bolani. Bu yil pulli bo'pti degan gaplar bo'ldi. Bu narsa umuman yolg'on. U narsa masalan bizga kirgan vaqtdan bo'lgan, menimcha hali beri bo'ladi, keyin ham bo'ladi. Sababi bizlarning odamlar uni ko'zi ko'rmagancha ishonmaydi, shundan keyin shunday. Endi tekin bo'lganda ne только o'qish, kiyim, jismoniy tarbiyaga kiyim, ana yoq hammasi okey, spoiler beramiz, bunda tushuntirib beradi. Ana shunday bo'ladi. Keyin vaqtlarning bir nesi bor edi, qiziq gapi. Bu yerda bunday sharoitlar ko'p bergan bola dedi. O'qimay boladan beri kelib o'qib ketsa kerak dedi. Shuncha sharoitga ko'rgan. Shunday sharoitlardim o'quvchilar uchun ideal qilib yaratilgan. Ya, boshida aytding-ku sen. Bo'g'ani bir yo'nalishga o'qitama, prezident maktab qanday yo'nalishlar bor? Yerlan shuni aytmay ketdilar. Yo'nalish, masalan, 10-sinfgacha hamma bir fan o'qiydi. Bir farqlari bizlarda masalan biologiyani 6-7-klassdan boshlagan bo'lsa, ximiya, biologiya degan fanlarda, u yoqda 5-klassdan boshlaydi, science degan o'tadi. Ya'ni bir kitobning ichida fizikasi bor, biologiya, ximiyasi bor. Ya'ni asta-asta o'tib boraveradi. Shu 6-7-klassga kelganda sraz boshlab qiynalmay qolish, ya'ni anday oxiridan fundament berilib boshlanadi, asta-asta tushuntirib. Chet el universitetlarida foundation kurs bo'ladimi? Foundation kursda umumiy fanlar o'qitiladi. Undan keyin ikkinchi kursda yo'nalish tanlab ketadi. Sizlarda qanday? Bizlarda 10-klassgacha hamma bir xil o'qidi. 10-klassga kelgan vaqtda yo'nalishlar tanlanadi. Masalan, ximiya, biologiya bir yo'nalish, fizika, informatika bir yo'nalish, keyin ekonomika degan fan bor, u qo'shildi. U endi o'zi bir yo'nalish. Ya'ni sen tanlagan faningga qarab yo'nalish bo'linadi-da. Biroq hamma fanning ichida matematika majburiy. Keyin shularga qarab, masalan, men ximiya, biologiya tanlagan bo'lsam, men ham fizika bilan informatika olib tashlaydim. Men quruq ximiya, biologiyaga kiraman, ko'proq kiraman. Shunday bo'lib ketadi keyin 11da. Akmal, dars jadvali qanday? Bizlarda oddiy maktablarda, davlat maktabida maktab tarafidan jadval tuziladi. 1-soat matematika, 2-soat ingliz, 3-soat jismoniy. Shular qanday? O'zing saylaysanmi yo shaqda o'zi zavushlari nelari saylaysan? Boshida endi bizlardan borgan vaqtimizda maktab tarafidan berilgan. Shunday jadval berilgan, maktab tarafidan berilib, keyin bu yanında vaqt o'tishi bilan yo'lga qo'yilaveradi. Misol uchun jadval berildi bizlarga, shu jadval bo'yicha o'qib boramiz. Agar yanında bizlarga bir o'quvchilar uchun bu yerda qurg'ana o'quvchilar birinchi o'rinda bo'ladi. Undan keyin muallimlar o'ylanadi. Boshda agar o'quvchilarga misol uchun fanlarning soati to'g'ri kelmay turibdi, muallimlarning soati almashadi. Sababi bu yerda ishlayotgan muallimlarning hammasi azonda kelib, kechki soat 7gacha shu yerda bo'lishlari kerak. Boshqa yerga chiqib, boshqa ishlarni qila olmaydi. Qurg'ana shu ta'lim prezident maktabda o'qitish kerak bo'ladi. Shuning uchun agar hammani bizlarga qaraydi, bizlarga bog'liq. Agar vaqtimiz ham misol uchun fanlarning soatlari to'g'ri kelmay qolsa, o'qituvchilar vaqtlarini o'zgartirib beradi. Butun bir sinf o'qish shunday. Jadval haqida aytamiz. Jadval qanday? Ya, 1-soatni o'tamiz. Bu majburiymi? Masalan, mandayda jadvalda 12 odam tarqab bo'lib ketib o'qiymi? Boshda shu 10-klassgacha, masalan 12 odam 12dan bo'lishdi-ku. Akmal aslan A klass, men B klass bo'lgan bo'lsa, men o'zim klassimda o'qiyman 10-klassgacha. Bir klassdan kiramiz. U yoqda
matematika, informatika, ximiya, biologiya, fizika degan fanlar ko'proq qo'yiladi. Masalan, haftasida 8, 7, 9, 10 bo'lib ketadigan vaqtlar ham bo'ladi. Ya'ni shu darslar ko'paytiriladi-da. Aniq fanlar ko'paytiriladi. Keyin shuga qarab, masalan, rasplanat jadval tuziladi. 2 marta masalan izmaz 2 dars fizika kiradigan vaqtlarimiz bo'ladi. 2 marta 2 dars izmaz masalan matematika bo'lmasa, birinchi dars matematikaga kirsak, ikkinchi dars fizikaga kirsak, qayta yana matematika kiradigan vaqtlarimiz bo'ladi. Biroq bizlar bilan bir xil narsasi shu 5-kuni Friday birinchi dars shu rukovodитель klass rahbari bilan dars bo'ladi. Qolgani shu yanda qaytadan ketdi o'zim. Klass rahbari fan o'tami yo o'tmaymi? Bizlarga hammada o'tadi o'zi fan o'tadimi? Bizlarga qalpoq tili ustozi edi. Bu yoqdagi ingliz tili. Ingliz tili chetdikmi? Yo'q. Rahbarlar o'zimiz. Rahbar o'zlarimizdan bo'ladi. Ingliz tili muallimlarni. Ingliz tili muallim hamma fan shunday yanday. Ikki o'qituvchi bo'ladi. Misol uchun ingliz tilidan shunday biri local, biri international. Lekin u lokallardan siz support teacher deb aytdingiz. Ham support teacherlik emasda, ular sabab misol uchun lokal muallimlardan bizlardan fizika o'qituvchi bor edi. Onlarga ular DTMda test tuzish bo'yicha ishlaydi. DTMda test tuzish bo'yicha. Keyin masalan apellyatsiya keladi, testdan keyin shuni apellyatsiyani ko'rib chiqatin. Kuchli. Kuchli o'zing fandan. Informatika muallimimiz misol uchun Nurulbek avam Koreyada tajribalar orttirib kelgan, ham shu yerda ham o'zining IELTS'lari bor, boshqa Cambridge'ning nesi bor. Cambridge sistemasini o'qitish bo'yicha o'zining nesi bor edi, sertifikati. U misol uchun ana shu Nurulbek aka boshqa nega chiqib, boshqa davlatlarga chiqib, xuddi shu bizlarga kelgan o'qituvchiday international teacher bo'lib o'qitsa ham bo'ladi. Shunday muallimlarimiz ham, lokal muallimlarimiz o'zi ham ancha kuchli tajribali muallimlar edi. Endi o'qishdan tashqari vaqt haqida so'zlab bersang. O'qishdan tashqari. Darslar tamom bo'ldi, nima bo'ladi? O'zi bizlarda qolgan bizlarda qolgan xatirlarning hammasi shu yotoqxonadagi bo'lgan voqealar bo'lsa kerak. Yo'q, boshqa sistemasini tushuntirib ber, so'ng xotiralarga o'tamiz. Sistemasi bunday. Azonda soat 6da podium bo'ladi. 6da soat tarbiyachilar kelib turib uyg'otadi. Tarbiyachilar aytadigan bo'lsak, o'zi maktabdan keyin, maktab soat tamom bo'lgandan keyin kechgacha bo'ladigan bir tarbiyachi bo'ladi. U bizlarga dars tayyorlashimizda yordam beradi. Hammamizni darsdan chiqqandan keyin bir soat, 2 soat dam olamiz. Keyin dam olgandan keyin dars tayyorlashga majburiy hamma chaqirtiriladi. Buni etyud deb aytadik bizlar. Turk tilidan olingan so'z, shunday dars vaqti, dars tayyorlash vaqti degan. Undan keyin etyudga chaqiriladi. Kech ovqat bo'ladi. Keyin kech ovqatdan keyin chiqib yana bir 2 soatday etyudda o'tiramiz dars tayyorlashda. Undan keyin u tarbiyachilar qaytadi ishdan. Keyin kechki tarbiyachi keladi. U smena almashib kechki tarbiyachi keladi. U kechki tarbiyachi bizlar shu tuni bilan ham bizlarga xizmat ko'rsatadi. Ya'ni 9dan nima aytib ketdi? 9da? Sayl. Keyin kechki sayllar ham bo'lib turadi endi. Bizlarda dars tayyorlash tamom bo'lgandan keyin kechda bir yarim soatday shu maktabning hududida nega chiqib, stadionga chiqib, har kim dam olib, bir o'yinlar o'ynab, shunga o'xshagan holatlar bo'lib turadi. Bu yerdan biri bilan chiqasizlar. Bu yerda ham shu tarbiyachi nazorati ostida bari. Keyin 10da soat 10da uxlashga qaytamiz. Atboy. Undan keyin 10dan soat 6da podium bo'ladi. Soat 6da turib 10da. O'zing bilasan. Ana o'zing bilasan. Notebooklar beriladi. Keyin biz maktabda har bir o'quvchi maktab tarafidan notebook bilan ta'minlanadi. Ana shu notebooklarni kun davomida ishlasak bo'ladi. Soat 10dan keyin lekin tarbiyachilar tarafidan olib qo'yiladi. Keyin azonda turgandan keyin azonda beriladi. Lekin bizlarda u shunda notebookni nega tarbiyachiga topshirishdan ham har turli qiziq holatlar bo'ladi. Uni ham 6 kun yotib o'qiydi. To'g'rimi? 5 kun. Bir maktab 5 kun haftada, birinchi kundan 5-kungacha bozor kun borib aytiladi. Bozor kun soat 2dan soat 6gacha maktabga kirish bo'ladi. Maktabga kirish, keyin
Birinchi kun azonda darslarimiz boshlanadi. Dars boshlangandan keyin 5-kungacha 5 kun dars bo'ladi. 5-kun darslar tugatgandan keyin darsdan chiqib soat 6gacha qaytamiz uyimizga. Haftada keyin 5-kun chiqqanimizdan keyin 6-chi ham bozor kunlar dam olish. Dam olish bo'lganda uyga kelasiz. Uyga kelamiz. Kasal bo'lib qolish masalan qanday bo'ladi? 6-kun uyina ketdi bir bola. 5-kun ketdi. 6-kun uy yog'ida qoldi, bozor kun qoldida barg'is kelmay qolish mumkin emas chiqar u yerda. Barg'is kelmay qolib to'y bo'lib qoldi, og'asi uylanyapti, ayapasi chiqyapti. Unday vaziyatda nima bo'ladi? Ruxsat so'rab administratsiyadan. Ha. Rasmiy. Universitetdagida MB sistemasi bormi? Yo'q, ham sistemasi. Darsga kelmay qoldi masalan, birinchi kun vaziyat bilan qoldi. Qolgandan keyin u bolaga ishda javob so'raydi. Javob so'ragandan keyin 3 kunga o'zlashtirish nima bo'ladi? Qo'shimcha darslar bilan tushuntirib beriladi. O'zing sinfdoshlaridan so'rasang bo'ladi, sinfdoshlaridan so'rab, baribir endi dars tayyorlaydigan 10 soatlar bor-ku. Shu vaqtda sinfdoshlar bilan birga qolib ketgan mavzularni o'zlashtirib olsa bo'ladi. Bu birinchi variant. Boshqa varianti yordamchi o'qituvchilar bor. Ana shu yordamchi o'qituvchi unday darsdan ham tashqari yordamchi o'qituvchilar bor. Qurish ana shu fanlarga dars tayyorlashda support oladi. Bu ana shu o'qituvchilar bilan keyin mavzularni takrorlab olsa bo'ladi. Qolib ketgan o'zlashtirilmagan mavzularni. Keyin kun tartibini davom eting. Soat 6da keyin podiyum bo'ladi. 6da turgandan keyin yarim soatimiz shu maktabga tayyorlanish, tish pishlar yo'q, yuz qo'limiz yo'q. Keyin soat 6:30da badan tarbiya ochamiz. 6:30da badan tarbiya ochib, soat 7gacha bir yarim soatday davom etadi. Keyin 7dan keyin soat 7da zavtrak. Shu zo'r temalar, shu yerlar. Qiziq bo'lsa kerak hammaga shu nov beradi, nov ishlar. Zavtrakka chiqish ham hammaga majburiy. Umuman bir odam chiqmay qolmaslik kerak. Ularga ham qattiq qaraydi. Keyin zavtrakdan keyin yarim soat zavtrak, 7:30, soat 8gacha tayyorlanamiz. Üst-boshimizni kiyib, maktabning jihozlarini tayyorlab, keyin soat 8da yotoqxonadan hamma 100% chiqib ketish kerak. Xonalar birma-bir ko'rib chiqiladi. Yotoqxonada hech kim qolib ketmasligi kerak. Keyin soat 8da eshiklar ilinadi, yotoqxonaning eshigi. O'zi bizlarning yotoqxona bilan maktab bir eshik bilan orasidan maktabdan yotoqxonaga o'tib qaytsa bo'ladi. Soat 8da yotoqxonalar ilinadi, keyin darslar soat 8:30da boshlanadi. 8dan 8:30gacha sinfxonalarga borib, darslarga tayyorlanib o'tiramiz. Birinchi 5-kunlari kiyimim bo'ladi. Holga boramiz, zalga. Shu yerda aktiv zalga boramiz. U yoqda direktorlar bo'ladi, zam direktorlar bo'ladi. Bu yerda o'tirmaslik kerak. Обязательно borish kerak. Sababi bo'lmasa, tushunuk xat yozuv kerak bo'ladi. Tushuntirish xati yozuv kerak bo'ladi. Notebook masalasini aytib o'taylik. Notebook masalasini. Notebooklar qanday? Notebooklar Oddiy, zo'r. oddiy. Neyse, bizlarga birinchi yil berilgan notebook, shu ekranda sensor bor, 360 aylanadi. Intel Insight neyse protsessori. Uncha kuchli notebook emas, lekin shu o'qishga bo'ladi. Undan aytishni ko'p keta olmaysan, lekin manba olasan. O'qishdagi sharoitlar. Planshet beriladi deb eshitdik. Planshet beriladimi? Yo'q. Planshet emas, notebook. Tipa planshetdan bo'lib ketadi. Tarsan planshet bo'ladi. Darsda qanday? Informatika darslari nima o'rgatiladi? Informatika darsi umuman informatika darsini aytadigan bo'lsak, keyin har bir fanga alohida xonalar bor. Misol uchun kunda 5 soat dars bo'ladigan bo'lsa, agar 5 soatning 5 tur fan bo'ladigan bo'lsa, har bir soatda har xil klassga borasan. Bizlarda misol uchun o'zimiz maktablarda hamma darslar bir sinfda bo'ladi. Unda bo'lsa, har bir sinfda har qaysi sinfda bo'ladi. Klass misol uchun birinchi soat matematika sinfda bo'ladi. Keyingi soat informatika bo'lsa, informatika sinfda. Informatika xonamiz kompyuterlar bilan jihozlangan, ham bizlarning A-level degan o'zi sistema bo'ladi. Bu prezident maktablarning o'quv dasturi A-level sertifikatdan tayyorlik. A-level sertifikat bu ana shu fanda to'liq o'zlashtirib chiqdi, ham universitetda o'qishga loyiq degan sertifikat. Yevropaning ko'p davlatlarida qabul qilinadi bu sertifikat. Agar sertifikating bor bo'lsa, misol uchun informatika fani, matematika fani ana shu sertifikating bor bo'lsa, sen universitetga borganda foundation year o'qish shart emas bo'ladi. Ikkinchi kursdan boshlab ketilsa bo'ladi. Keyin shunday u A-level dasturining ichida har bir fanga umuman ko'p bilimlar, har bir fandan bir 6
7 xil turdagi ekzamen bo'ladi. Misol uchun nedan? Informatikadan 4 xil yo'nalishda ekzamen bo'ladi. Bu 4 xil yo'nalish aslida 6 xil, lekin bizlar 4 xillasini topshirdik. U ham A-level sertifikatining bir turi. Bu 4 xil ekzamendan 2 xili teoriya bo'yicha. Shu biri 10-sinfda o'zlashtirgan teoriyalar, ikkinchisi 11-sinfda o'zlashtirgan teoriyalar. Qolgan 2 xil ekzamen dasturlash bo'yicha. Dasturlashning 10-sinfida o'rgangan ham 11-sinfida o'rganilgan programmalar. Informatika fanida shu har bir sinf bir til tanlaydi, dasturlash tili. Bizlarning til Python tili bo'ydi. Python bo'yicha 11-sinfda to'liq dars olib, keyin 11-sinf tugatgandan keyin shu A-level ekzamenda Python bo'yicha test topshirdik. Maktabdagidek oddiy choraklik testlar bo'lmaydi. Ulardan kuchli. Deyarli har hafta ekzamen bo'ladi bu yerda. Ha. Sammat deb aytamiz, so'ng choraklik bo'lsa, chorakka deyin bo'lib har temadan keyin olinadigan ekzamenlar sammat deb aytadilar. Demak, yani qolib qo'ygan o'quvchi ekzamendan o'ta olmay qoldi. Shu kuni birinchi kun qolib qo'ydi-ya. Aytgansiz. Shu haftaning oxirida ekzamendan o'ta olmay qoldi. Nima bo'ladi? Retek qaytadan ekzamen topshirishga shans beriladi. Endi o'g'a bizlarda unday yog'day bo'lib ko'rmadi. No, biroq maksimalni tayyorlanadi o'g'a retekka qaytadan o'tgani, o'tmay qolsa degan narsa yo'qda, ball pastroq bo'lib qoladi-da. Ball pastroq bo'lsa choraklikka ta'sir etadi. Chorakka ta'sir etsa, masalan, bir chorakda 1 yil bo'yincha 2 mi deydi, 3 mi chorakning 3 chorak bo'lsa, chorakdan masalan past bo'lib qolsa, baholaring 5lik ball ya'ni 5 baho qo'yiladi. 2 chorakning yo'ldan ko'proq 4 dan past bo'lib ketsa, shu uyga qaytaver deydi. Akkurat ne deb turib 24 dan 19 ga hamsin ichida shunday quvganlar ham bor. Demak, quvlatda endi ekzamenga ta'sir etadi. Shu narsani so'rayman o'tirdim-da. Qo'pol qilsa maktabdan quvladi. Demak, u xo'sh pastda ham 5 ga topshirish kerak. Shunda bu keyin nazorat ham kuchli bo'ladi endi. Misol uchun hech qanday bir cheating bo'lmaydi. Ko'chirish. Endi 12 dan keyin nazorat bo'ladi. Keyin anday imtihonlarning o'zida ham kontrol bo'ladi. Misol uchun choraklik imtihonlar maktabning o'qituvchilari ham maktabning administratsiyasi tomonidan kontrol qilinadi. Bizlarda fanda o'qitadigan muallim emas, boshqa bir o'qituvchi kelibdi, bizlarda kontrol qiladi ekzamen vaqtida. Tushunmaydi odam. Keyin undan keyin yillik ekzamenlarda O'zbekistonda Toshkentda prezident maktablarining nusi bor. Administratsiyasi deysizmi? Boshqaruv bor. Shular kelib turib, har bir maktabga bir danadan nazoratchi yuboriladi, ham ekzamenlarda kontrol qiladi. Undan keyin общий maktab tamomlagandan keyin A-level imtihonlarni topshirayotgan vaqtida bo'lsa, shu Cambridgedan kelib imtihondan nazorat qilishadi, ham u yerda onlayn kameralar bo'ladi, ana shu kameralar orqali ham nazorat qilinadi. A-level imtihonni shu hozirgi IELTS, SAT imtihonlarni solishtirsak bo'ladi. Shunday tarzda bo'ladi imtihonningiz atmosferasi. O'qishni tugatgandan keyin shahodatnomaga o'xshash bir narsa beriladi. Shahodatnoma beriladi. Shahodatnoma. Shu oddiy maktablarda shahodatnoma. Oxirida bizlarda yana Cambridge tarafidan sertifikat beriladi. Shu prezident maktabni bitirdi degan ham qog'oz beriladi-da. Shu narsa. Atak munosib bizga ham shahodatnoma beriladi, ya'ni shahodatnoma o'z deganiga kirib. Shu saytdan o'rasan. Bu narsa O'zbekistonning universitetlarini topshirishga bola-tog'in neni beradi, imkoniyatni. Bu siz topshirib bo'lmaydi-da. Bitirgandan keyin shahodatnomaning kuchi qanday? Kuchi O'zbekistonda prezident maktabini shuncha zo'r imkoniyatlarda o'qib chiqib O'zbekistonga topshiradimi o'quvchilar o'zi? Yo'q. Bizlar O'zbekistonda qolib qolgan o'quvchilarning ko'pchilik bilan gaplashganman. Ya'ni agar O'zbekistonda qolib ketdim, O'zbekistonning eng zo'r universitetida o'qiyotgan bo'lsa ham, ya'ni men fail bo'ldim deb hisoblaydi ular o'zlarini. Chetga keta olmay qoldim men. O'zi zo'r sharoitdan chiqib universitetga undan slabroq bo'lishi. Shu narsasi u. Masalan, aytdik-ku, mindset ko'z qarash shu narsa ham aytilib keldi.
boshlaganda masalan bizga kelgan muallim ham sirtlarda o'qib kelgan vaqtda sharoitlarda aytadi, keyin shuga qarab harakat etib boshlaydida o'quvchi ham. Harakat etgandan keyin конечно u yoqda qolib ketgisi kelmaydi-da, imенно o'qishda sirtda o'qib kelib yana boshqacha qayerda qanday bo'layotgan shularni ko'rgisi keladi-da. Shu narsa menimcha ota-onalarga qattiq bolalarni motivatsiya beradigan narsa. Prezident maktabini kirgizuvga yaxshilab qarov kerak menimcha shuning uchun. O'zi u videolarni ko'rsang o'zing o'qig'ing kelib ketadigan sharoitlarda. Yotoqxonalar ham yaxshi u. Yotoqxonasini aytib bering. Sistemalar haqida qo'shimcha gaplarni qolib ketgan gaplar bo'lsa ayting. Sistemadan, menimcha sistema taraf to'liq tanishtirib to'liq aytildi. Agar savollar bo'lsa kommentariyada yozib ketsa javob qaytaraman. Kommentariyani kelajakka borib o'qib qaytdik unda. Ko'rmaydilar ham buni. Yotoqxonadan agar bir qiziqarli voqealar qolib ketgan bo'lsa, yerlarni aytib qo'ysam to'g'ri. Qiziqarli voqeami? Bir ikki savollar bor. Xorijga o'qishga topshirish masalasida kim yordam beradi? Qanday yordam beradi? Necha etib topshirishlarni o'rataman. Ko'pchilikda ko'rganmiz internetda 10 universitetga topshirib bir narsa $1,000,000 o'tdi deb, ya'ni reklamaga chiqarib tashlaydi-ku. Shularga chiqarib tashlaydi reklamaga. Shular qanday? Shahchaxondan eshituvim bo'yicha birovlar Garvardga kirgan, Garvardga kirib bo'lmam, Garvardni tashab ketdi deydi. Sababi Garvardga grant tutib tashab, shundaylar ham bo'lganmi? Garvardga MIT'ni Elliot Umid fondini bilsanglar, to'liq o'qishini to'lab beradi qaysi mamlakat bo'lganiga qaramasdan. Shuni tashab ketgan bir bolam men o'zim bilan biz maktabdan Nobrat shahchaxa aytgan bola chiqarshi. O Elliot Umid, yo u bola edi u. Nobrat Garvardda tashab ketdi degan. Menimcha Ya shunday vaziyat bo'laman deb o'tirman-da. Va ular grant tutib berishga yordam beradi. Shu sistema, shu o'rinda tanishtirib beringlar. maktabda o'zi ne bo'ladi? Konsullar deb aytamiz, shu universitetga chet eldan ham Application letter, motivation letter, shularga qarashadi odamlar. Universitetlarga shu xorijdan universitetlarga dokument topshirishga qanday qilib dokument topshiriladi? Общий full process, полный jarayon bo'yicha maslahatchimiz bor. Har bir o'quvchi bilan alohida shug'ullanadi universitetga topshirib berish uchun. Yaqin narsa haqida aytib ber, topshiriladi, utiladi. Reklama. Assalomu alaykum hurmatli Beruniy ahli. Agar siz ham farzandingizni sifatli ta'lim olishini, zamonaviy sharoitda chuqur bilimi ega bo'lishini va undan tashqari IELTS xalqaro sertifikatlarini qo'lga kiritishni xohlasangiz, sizni Intellektual Progress o'quv markazimizga taklif etamiz. O'quv markazimizning yana bir tajribali ustozlaridan biri Sarsenboy Husniddin tomonidan oktyabr oyida ochiladigan IELTS guruhi uchun qabul boshlandi. Shoshiling, joylar soni cheklangan. Darslar sifatli, samarali va natijaga yo'naltirilgan tarzda olib boriladi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Reklama, grant $455,000 o'tib oldi, $1,000. Taksistlarga bo'lib qolsang, nechtasan bu yerdimi, to'ladimi, bu yerdimi, necha o'tyapsan? Shu narsa, shuni aniqlashtirib ketish kerak, aytib ketish kerak. Masalan, o narsa bir universitetdan olingan narsa emas-da. Masalan, men topshiraman, 8 universitetga topshiraman. Nechini topshirib, men qo'limda xohlasam 100 ni, 200 ni topshirgan bolalar ham bo'ldi-da. Topshiradi. Bir universitet menga har yillik grantim chiqaradi-da. Masalan, 25 mingdan bo'lsa, 4 yilga 100 ming grant berdi menga. Biroq ana shu to'lanadigan puli bor, u aytilmaydi. Shu berilgan grantning o'zi bir 20-30% bor. Ha, u 25 ming bo'lganlar, masalan, u yarmdan yetmay qoladigan yerlar bor-da. İşte bir universitetdan 100 ming berdi deydi, 4 yilga 4 universitetdan deydi 100 mingdan 400 ming o'tib oldi. Shunday yeri bor-da. Shunday yerda deb qarasang, o 400 ming o'tib olibdi deydi, o ya'ni universitetlarda o'qimaydi axir ko'rgan odam. $400,000 degandan keyin yana ketdi. QS rating bo'yicha, QS rating miydi? Ha, QS ranking. Ana shunda top universitetlarga kirgan universitetga kirsa, maqtansa bo'lgan narsa. Ha, o'zi aksan top universitetga kirsa unda puli bilan bermaydi, bunday full back berdik deydi, ya bo'lmasa sana falan prosent deb qo'yadi. No, biroq bunday masalan yordam keladi, to'la olaman deytan. Shundaylar bo'lsa, masalan, o'zi o'qisa bo'ladi, no, biroq o qattiq qiyin masala, sababi o'qishning o'zi biroz pul bo'lib ketadi. Yashar, turar, borib, yashashina pul to'lamaydi ekan, shuning uchun отказ etdi dedi-da. U Garvardga o'tganlar bo'ldimi? Bizlar Garvardga yaqinda chiqdi u full grantda. Bizlar maktabdan chiqmadi, lekin prezident maktablaridan bor.
predmaktablardan bo'ldi. Namanganlik bir qiz bor. Bizning maktabdan o'zi Ivy League degan universitetlar bor. Umuman polni jahonning eng top universitetlari. Bu sanoqli bir 10-20 dan bo'lsa kerak. Shunday universitetlarga kirgan bitiruvchimiz bor bizning Nukusdan. Aydos degan bola Brown universitetine qabul qilingan full grant bilan. Orzunga universitet qaysi? Arzumda universitet, onday o'zimning aniq shu universitetda o'qigim keladi degan arzumda universitet yo'q lekin. Yo'q, nechun? Endi Ona qiziqmaysan. arzuyim bir joyda o'qib bitirish emasda, u mening arzuyim. Yosh vaqtida Ha, seriallar bo'ladi. Cambridge bo'lgan, Garvardning nelarini, xudilarni kiyib, Garvard deb yozilib turib, MIT'ning o'quvchilarga qiziqatmayman men. Ular qarasang deb endi hammasi programming bilan shug'ullanib, no qarasang programming umuman ansat narsa emas ekan, u qattiq kalla urin narsa ekan. No, boshda yosh vaqtda masalan bo'g'atim bo'lsa, MIT masalan men o'zim yosh vaqtda bo'lsam o'qigan ko'rgan vaqtimda, kichkina vaqtda men MIT degan universitet bor ekan bilmayman. Endi ko'rgan vaqtda men qiziqqan narsam o'quvchilar hammasi endi notebook bilan o'tirgan bir endi hakerga o'xshab endi programminglar yozib deb qarasang u buni zo'r o'tirib qo'yadi ekan deb turib qiziqqan bo'lgan. No, bundancha nazar etgandan keyin birozdan keyin qayerda o'qishlik emas, o'rganish degan muhimroq ekanda u. Yani aytadi bir sirtda o'qib kelib objatin emas, biz yoqda o'qib ham shuncha baland masalalarni o'zingizga o'xshagan bo'ldi. Shunday yerga erishsa bo'ladi-ku deb aytadi u. Top shu narsadan, no biroq baribir ham agar real bir maqsad qo'ysa o'zidan borgan yaxshi. Universitet deb. Prezident maktabga kirgandan keyin bosimni ko'rdinglar, uyga borish yo'q, hafta bo'yi. Shu vaqtda bo'ldi men tashiyman, ma'namas ekan degan vaziyatlar bo'ldimi? Hammada bo'ldi. 24 o'quvchi masalan kirgan ham. Sabab qarang, kichkina bola bizlar azmalam 7-8 ga o'tgan edik, 5-klasslar bor edi u yerda. Keladi-ku. Kelgan vaqtda ota-onang yo'q uzoqda. Xonada 4 odamsan, 3 odamsan, uchovi ham tanimaydi, bir-biriga qarab o'sizlar, tushunmaysizlar kim no deb. Sen bo'lmasdan bir beruni bo'lsa ham bir narsa edi. Xo'jali, aniq buyoq Nukus bir-birini tushunmaydi, qarab o'tiribdi. Hech kim tanimaysan, yana bir Baxtiyor Sharbayev keladi-da, meni tanidingmi deb so'raydi. Kvenchik bor edi bizga tarbiyachi. Shuytib shunday vaqtda keladi deb o'ylan, masalan, boshida 1-2 oylarda voy bu Tembol o'qishni ko'rib, mana bosim ne bala, o'qimaydi, uyoq tinchma degan o'ylar kelib ketadi baribir. Hammadan bo'lgan chiqar menimcha. Honeymoon stage bo'lmagansizlarda. Yo'q, biroq. Honeymoon stage, adaptation, so'ng ketish degan 3 stage bor o'zi yana. Chetga culture shockda. Culture shocklar qanday bo'ldi deyotiman-da. Culture shock menimcha boshida bari hammada kuchli bo'lgan bo'lsa kerak. Mana ayniqsa mana Berini 4 yil yilqilar tarafdan borganlarga bizlarda ancha kuchliroq bo'lsa, bordik. Hamma sabab maktabning 70-80% Qoraqalpoq tilida gaplashadigan o'quvchilarga bizlarga Qoraqalpoq tilidan bir boshqa tilda bo'lib ko'rinadi. Mening o'zim misol uchun Berinicha so'ragan, boshida bizlarga kelib turib, shu yerda sinfdosh bolalarimiz o'zimizdan kelib turib Toshkentcha so'raydi bizlarga. Bizlarda endi yoqdan akamiz so'radi, Berinidan bular yani o'zbek bolalar deb turib, yanimizga kelib Toshkentcha so'rashga harakat qiladi. Keyin qaytib bizlar u yoqqa borib Toshkentchani yaxshiroq o'rganib oldik boshida vaqtlarda. Keyin lekin Adabichami Toshkentcha? Toshkentcha so'raydi. Anaqa Endi Nukus masalan u yoqdan Toshkentcha so'lagani aniq Toshkentcha bo'lmasa, harakat etadi. Yaxshi. Durujevni atmosfera. Keyin undan keyin lekin netdik, baribir ham Qoraqalpoq tili fanlarimiz, tarix, geografiya, lokal mahalliy fanlar Qoraqalpoq tilida. Qoraqalpoq tilida bo'ladi. Nukusdagi maktabda Qoraqalpoqcha, boshqa viloyatdagi prezident maktabda o'zbekcha bo'ladi. Keyin Qoraqalpoq tilini adur o'rganishib ketdik, Qoraqalpoqchadan yaxshi so'zladim bo'ldik. Yaxshi yozib, o'qib deganda. Ya, Durjevni atmosfera deganini aytaman. Friend masalan, friendlydan bo'lsa, birinchi borgan vaqtda har rayondan kelgan, har rayondan kelganda men birinchi atamaniman, men shu yerning zo'riman deb borgan-ku endi. Bizlarda birinchi haftasida yangi yilga tayyorlanasizlar, unda bosim bo'lmaydi, yangi yilga tayyorlangan o'rganishinglar dedi. Endi Akmallar adinib, bizning sinf adinib, men Akmallar nima bo'lgan bilmayman, biroq bizning klassda borib o'tirsam deb o'tirdik. Bir vaqt biri söylab boshladi, izni ikkinchi söyladi. Bir-birini tinglamaydi, to'rtovi birdan söyleyip bir-birini tinglamaydi, sabab hammasi men zo'rman deb o'tiribdi-da u yerda.
Yani yerda ikkovi bir klassdan kelganlar ham borda, Progress maktabidan kelganlar borda. Shu yoqdan ishladi. Bir-birini tinglamaydi. Og'izbirchilik umuman yo'q. Birinchi borganda, birinchi hafta umuman bir-birimizni tinglamasdan o'tdik. Eplab yangilab narsalar qo'ydik, no biroq umuman bir-birimizni tinglamadik. No biroq boshida o'shanda bizlardan bir-birimizga o'rganisha olmaslik bo'ldi, biroq bir 2-3 oydan keyin bir oilada bo'lib ketdi. Endi bir yerda yotib turgandan keyin hozirga ham Xudoga shukr zo'r qatnashib, og'izbirchilik mahkam bo'lib ketdi. Bu yerda mehmon bo'lib kelib o'tgan odamlar ham bor. Kasbdoshlarimiz, jo'ralarimiz. Shu yoqda savollar bo'lsa, hozir kommentariyada qoldiringlar dedik-ku. Qiziqtirgan savollar bo'lsa so'rang. Kommentariya. Tarbiyachiga tungi 10da kompyuterda topshirish jarayonlari bo'ladi edi. Burada ham qiziq jarayonlar bo'ladi. Shu o'rtaga qiziq jarayonlar. Kompyuter topshirish qiziq jarayonlar. Kompyuterda Shu bilan yotoqxonadagi yanday kulgili vaziyatlarga ketamiz-da. Notebook topshirishda men biladigan qiziq holatlardan ikki danasini aytib bereyim. Bundan biri bolalar uylarına borib bir ko'na notebooklarni olib keladi, ko'na chalroq ishlab turgan notebooklarni olib keladidan ikki notebook qilib qo'yadi o'zlarida. Keyin tarbiyachi so'rab keladi. Shu tarbiyachi so'rab kelgan vaqtda ko'na notebookini mana mening notebookim deb topshiradi. Keyin topshirgandan keyin tarbiyachi ketadi. Soat keyin 11larga yaqin asta ko'rpadan chiqadi, notebookni yana ishlatib boshlaydi. O'zining notebookini. Bu birinchi holat. Ikkinchi holatni aytasan, aytmaysan. Ikkinchi holatni ham aytaylik. Ikkinchi holatni ham to'xta. Bu podkastda ana maktabingizdagi muallimlaringizga tashlab berasizlar. Tashlab bergan vaqtda sizlarning sirlaringizni ochib qo'ying. Bu sirlarimiz shuncha aytib o'tirsizlar. Qo'parmi? Keyin yana bir ikkinchi holati bu notebookni topshirgan edik. Keyin notebook topshirgandan keyin tashqariga chiqib, maktabning tashqarisidan chiqib, notebookni olib turib, yotoqxonaning oyna yog'idan keladi. Boshqa bolalar ichkarida o'tiradi, keyin oynadan notebookni uzatadi. Notebook shu yerdan olib, yana qaytadan ishlatishdan davom etadi. Ikkinchisi sal endi riskovoy. Nobra Samovoka deganda. Notebookni olib ketadi, boshqa bir sinfga qo'yadi. Bizlar qaytadan shu sinfga borib, notebookni olib to'g'ri olib kelsak, neda yo'lda ko'rib qoladi. Bir eshikdan sirtqa chiqib borib, nedan topshiradi. Aynadan beraveradi. Telefon masalasi. Telefon masalasi o'zi ruxsat yo'q. Ruxsat bor, mana knopkali telefon, kichkina. Lekin borgan vaqtda endi hamma knopkali telefon qo'llanib yurdi, knopkali. No keyin qaradi, bu telefon bo'lmasa bo'lmaydi ekan deganlar qarab keldi, app qo'ysam bo'lmaydi deydi. Shu telefon app qilish boshlandi. Boshda masalan telefon app qilish ro'yxatida tekshirishmaydi, sababi hech kim telefon app qilmaydi dedi. Ansat kirgizib yurdi, no biroq keyin bilib qo'ydi. Endi polvon bilinadi, shuncha odam app qilmasan, hatto birovni ushlab oladi. Shu tekshirishma boshlandi. Masalan, kirib-o'tirsiz, itak har doim tekshiriladi. No biroq ryukzaklar hammasi qattiq bunday nazorat ostidan o'tilib, endi masalan, Qozog'istonga o'tsangiz, granitsiyadan o'tasiz-ku, shunday tekshirishma bo'lib, unda tigletlar bilan deb shutyatni. No, onda bir kamera, masalan, dim ko'p kamera bor, 100 dan ko'p kamera bor, bizga aytgani. Shu bir mish topib oldik, zaborning mishi, maktabning sirti. O'rga kamera tushmaydi ekan, biz tekshirdik, ko'rdik. Kamera tushmaydi ekan u yerga. Endi asturlagan bo'lishi mumkin, sababi biz aytib ketdik-ku. Kamera tushmaydi ekan, shu yerga borib, bunday plitalar bor-ku. Shu narsa deb telefonni qo'yib ketadi birov. Bu yoqdan aslan shu yerdan aylanib o'tgan bo'ladi. Biz aslan bu yoqdan kiramiz, yana post qo'yib, biz ham postdan o'tamiz. Shu turib, post degan maktab kiradigan yer. Sabab nazoratdan qattiqda u yerdan. Shu aslan yoqdan oladi-da, bir bola aslan qaytib ketadi. Ana shu telefon kirgizатын edik. Ana mafiya degan o'yin bor-ku. Mafiyada birov chiqib ketadi o'yindan. Gumoning ayt deydi-ku. Gumonim palankasda, shu odamdan gumonim bor, shu aniq mafiya deydi-ku. Sen ham endi qaysi devor ekanini aytib ketchi, degan yo'q. Mana barganlar biladi, az masalan to'g'ri boratsa, ekonomfaktdan o'tib, chap yoqqa prezident maktab bo'lsa, prezident maktabdan o'tganda yanada sport shkol bor-da. Topshir sport shkolni deb chapga qarab burilasiz. Shu yerda. U yerda bizlarda bir bola tog'di. Kim ekan esimda yo'q, Kamron. Kimligini aytmay qo'ydi. Ya u Kamronga salomlar jo'natamiz. Kamron. O'zi shu mishda qo'ysa,
Hozir u Toshkentda. Ha, Toshkentda. O'zining shu yoqda o'qib yuribdi. Shu yerga qo'ysa yetmaydi ekan, ko'rinmaydi ekan. Shu yerga qo'yadi. Bu yoqdan Kamron keladi dedi ko'pincha. Ya bo'lmasa shu qayerdan shu Kamron yoki yana boshqa bolalar keladi. Telefonni asdan olib, kirib ketadi dedi. No'birab deydigan yeri bor. Qizlarda kirgizib olsa dedi, sabab ko'radi. U bolalarga tekshirilmaydi. No'biraq keyin bilib qoldi-da, qaytadan Milliy gvardiyadan iman ayol kishi xodimni olib keldi. Ularga da qiynalishib ketdi. Biroq ularni ishni kuzatamiz, bilamiz. Так, hozir yana bir kommentariy keldi. Yana bir Akbar Tajboyev. Ona bu farkını işlettiler. Darslarning qiyin bo'ladi-ku, darslar qattiq qiyinshimga ya. Tunda turib ham darslar. Tunda turib dars darlaydi ekan bular. Aytdim o ya, bunday gitlar. Telefondan dars. Qo'yasiz-ku. Вопрос senda bir video ya u darslar o bilan qiynab, biroq notebook kompyuter darsga uchun sababi bundayda onda yo'qlaysizlar deydi. Mumkin emas, o'ng uchun tayyorlab bo'lishini berilayotgan egavechalarda. Barasam muallim aytadi, "Sizlarga men o'z bir fandan beraman-ku. Ya'ni bir fandan beraman, bir fanni ishlab kelmaysizlar" deydi-da. Shunday javob Bir beradi. fandan 8 fan bor deydi. Bir fandan 8 shundaydan-da. Telefonda ko'pincha syomka olib keldim. Anday rasm tushirish, Sababi video, kommentlar ko'p bo'ladi-da. mumkin. Savol, Akbar savolini aytdi. Yoz qanday o'tadi? Ha, yozgi ta'til. Yoz o'tadi. Dolzarb 90 kun bormi sizlarda? Yoz bizlar kech chiqatnekning. Iyunning 18laridan o'tib sababi ekzamen bo'ladi edi. Masalan, oxirda 2 hafta, 3 hafta, 2 haftada ko'pincha qora ekzamen bo'ladi edi. Shundan keyin kech chiqib ketamiz istadim. Kech qolganda universitetlardan bir xil chiqatnekda boshlaydi. 18-iyun 20 oppoq bo'lib qarasan, iyoqqa. Men o'xshagan paqma. Ha. Juda oppoq bo'lib qarasan. Ha, yo'q, haqiqiy oppoq deydi. Ha, oppoq bo'lib qarasan u yoqqa. Eshitib shunday, aniga oddiy o'zing asdan, yapmasa tayyorlanma var, yapmasa dam ol. Endi sirada maktabdan chiqib tayyorlikqa borib qiyinroq qol. Yozda tayyorlanish bo'yicha majburiyat yo'q edi. Misol uchun sen shu fanlardan yozda tayyorlanib kelgan majburiyat yo'q, lekin bizlar nima bo'layotdi endi? Sinfdoshlarimizning ichida konkurensiya bo'layotdi. Baribir yozda hozir 3 kun baribir bo'sh qolayotgani yo'q degan o'zimizda fikr bo'layotdi endi. Misol uchun boshqa bir sinfdosh IELTSga tayyorlanadi, bu yana bir narsaga O'zlari men ham shu qolib ketmayin deb shunday tayyorlab qo'ydi. Konkurensiyalarda o'sish bor baribir. Ingliz tiliga ko'proq tayyorlandik bizlar yozda. IELTSga tayyorlanib bir yil. Ha, IELTSga odan boshqa yana o'tganda keyingi yilgi temalarda bizga endi syllabus beriladi, tema beriladi. Shular qarab qaysan shuni tayyorlansang bo'ladi. Endi qiziq voqealar metib ustidan chiqarib qo'ysa, yotoqxonadagi qiziq voqealar, dormitoridagi. Endi bunday Jahon chempionati bo'ldi. Jahon chempionati, oxir jahon chempionati qachon bo'ldi? Havo 20dagi. Havo shu Argentina bo'lsa, ikkinchi qayaq edi? Fransiya. 20 oxir jahon chempionati. Bir yoqda Argentina, Fransiya bilan Argentina. bir yoqda Fransiya. Muvaffaq. Bir yoqda Argentina, bir yoqda Fransiya, bir yoqda Sherzod, bir yoqda Baturbek. Nechun ekan nazar aytib ketamiz. Deb maktabda endi futbol ko'radilar ko'p, axir bolalar ko'p. Shu yerda televizorga chiqarib ko'rganlar bo'ldi. Prost notebook bilan masalan bir xona bo'lsa, bir xonaga bir 4 odam turadigan bo'lsak, boshqa xonaning bolalari kelib jinalib futbol qaradik. Bizlarda endi Noda. notebookda Ya, kirgizgan notebooklarimiz bor. Gazli ichimlik bunaqa taqiq bordan chips sonda ham degan narsa. O'zi shokolad kirgiza olasan endi. G'oz, shimishka, mana shimishka emas endi bir, kishmish, shunday zotlar kirita olasan. Meva, boshqa narsa yo'q. Biroq shu kun ruxsat berdi zam direktorimiz, sababi endi shunday jahon chempionati sizlar ham ko'ringlar deb. Hamma ko'rib o'tirdi. Bizlarda bir ikki bola sport o'ynagan ekan. Ikki ham Argentinaning fanati. Bir bola men Fransiyaga balt etaman degan, Argentinaga. O'tirsang men seni to'yaman, ussang sen meni to'yasan. Shu kelishyapti. Ikki ham bir komanda qiziq, ikki ham Argentina balt etib o'tiribdi. Shu bo'ladi. Masalan, Akmal qaramadi. Akmal uxlab qoldi. Men bu yoqda Harry Potter ko'rib o'tirdim, umuman chempionat ko'rmay. Shu yoqda bolalar ko'rib o'tiribdi. Bir narsa bo'ldi. O'tdi Argentina. Endi yog'i bola to'g'ri kerak edi u. Arxanaga boradi. Bir vaqtda bir narsalar bo'ldi, men o'tirsam, bu yerlar yo'q.
Men просто yani shu Harry Potterni ko'rib o'tiribman. Bir vaqtda Batir degan bola bizning xonang bolasi kirib keldi. Batirning izidan bir tapchiq kirib keldi. Uchib meni yoqqa qarab. Tapchiq menga keldi. Men tushunmay qoldim. Bolalar tinchlikmi desam, Batir o'tmasanglar bo'ladi, ana buni deb baqirib ketdi-da. Shu yerda turib barsak, buyog'i ekvam Argentina o'rishib ketgan ekanda, ekov yanda bir просто aytishib qolgan ekanda epga kelib. Eshitib, qiziq narsasi, ekvam Argentina bo'lmasa, spor ekak bo'ldi-da yanda. Eshitib, o narsang izi ertangiz ham direktorga bordi, men sizlarga ruxsat bersam shunday etdinglar dedi. Telefonlarda olib qo'ydi, yashirib kirgizganlarimizni, yana boshqa aytdi. Bir eng zo'r moment bo'lgani, Argentinalar o'tgan vaqtda videosi bor, koridorga chiqib baqirdi-ku hamma. Ikki etaj bo'lsa, hamma Hammasi Messi ichgan. O'sha endi yog'i o'tirganlar xonasiga kiradi-da, baqirib chiqib ketadi koridorga. 9-8-7 hammasi bir-birini quchoqlab, quvonib, u bir endi stadionda o'tirib ko'rasiz-ku futbolda, rasman shunday bo'lib ketdi-da. Eshitib, shunday bir narsalar bo'lib ketdi. No biroq, masalan, o'ylab qarasa, ekvam Argentina, no biroq ekov urishib ketadi. Aytishib qoladi-da. Shunday. Xalovatimizda shu vaqtda. Tapshiriq qilmabdi-ku. Tapshiriq qilmabdi, lekin shovqini bilan shu vaqtda ham ketdim. Ertagina, endi biz ham gaplashdik, men buni uxlab yotdim. Kamron ishitdi. Kamron o yerda tashantirib turdi odamlar. Главный rolda bo'lmadi. No biroq gap eshitganlarning ichida glавный rolda bo'ldi hammamiz. Menda sen Harry Potter ko'rib sen uxlab o'tirmayding, yo'q, hamma. Ya'ni ozbochilik qilib bizlarda. Bir kishi hamma uchun, hamma Batirbek uchun-da. Batirbekni biz gap eshitdik-da. Shunday bo'lib ketdi. Yaxshi. Qiziq voqealar 5 yil, 4 yilmi? 4 yil. 4 yilda ko'p bo'lgan chiqar. Eng qiziq vaziyat sen o'zingda bo'lganini aytib berdi Erlan. Eng qiziq. Bunga hammasini aytib bo'ladimi? Eng qizig'i eng qiziqlardan biri o'zing uchun radio degan holatda. Ha, shuni aytasayding. Radio qanday bo'ldi? 5-kun bizlarda darslar tamom bo'lgandan keyin ota-onalar kelib turib bolalarni olib ketadi. Maktabdan olib ketgan vaqtida keladi, shunday palankasida olib ketacakman, keyin mikrofondan aytiladi. Har bir yotoqxonaning har bir xonasida, keyin maktabdan xonasida hammasida kolonkalar bor-da. Radioga olingan, shu yoqdan mikrofondan aytilgan narsa hamma xonaga eshitiladi. Keyin shunday palankas Sho'g'o yotining kelib turibdi, shunday dedim, qattiq unday baqirib so'raydi. Palankas chiq deb bir odamni bir 4-5 marta chaqiradi-da. Bu yerga 140-150 o'quvchining ota-onasi kelib turib, shunday 500-600 martasida baqirishlar bo'ladi-da, agar oxirgi soatlargacha qolib ketsang. Shutib baqirishlar qattiq turgan vaqtda ko'pchilikning nervi chiqib ketdi, keyin shunday tez bir kelib qoldi. Ko'pchilikning endi to'rtamiz kelishgan holatda keyin radioning simlarini ust tashitgan bo'ldik. Bizlarga shovqin eshitilmasligi uchun keyin asta nelar qo'ydik, kurslarga chiqib turib qarasak bir 4 dona provod kelib turgan, uni qaysi birini izlay ekan deb boshlashar, ne bo'ldi? Keyin to'q yo'qmagan degan ham shubha bo'ldi. Rezinkasi bor, qaychi topib keldik. Diafragmasi to'q o'tmaslik uchun rezinka qaychini topib kelibdan bir provodni kesdik. Shu bir provod kesgan vaqtida umuman hech yerdan eshitilmay qoldi-da. Qurib bizlarning xonadan emas, bo'ldi, maktab bo'yicha eshitilmay qolganda tuyuldi-da. Shu asta chiqdik hammasi. To'rtamiz ham xonadan yugurib chiqqan. Keyin u mana radioni o'chib qoldi. Radio ham mikrofon turgan xonaga borib qarasak, söylemay turgan ekan-da asli vaqtda. Shu söylagandan keyin eshitilib boshladi. U keyin sal xotirjam bo'ldik. Bizlar xona ketdi shu bilan. Agar shu vaqtda nasiz degan bo'lsa, prямо qo'llar berdik. Shunaqa yaqin bo'lib qolar edik biz. Oxiri nesdan chiqardik ekstrem chegaraga. Keyin bizlar xonamizni o'zgamizdan keyin bizlar xonamizning halovati yuksaldi. Halovati yuksalgandan keyin boshqa yonimizdagi qo'ng'ish xonalar bizlarga zakaz kelib boshladi bizlarga. Kolonkaning samini o'zi bo'yicha. Keyin bizlar uydagilar kelganda ishni bilasizlar. Uydagilar. Bizlar o'z vaqtida 9-sinf edik. 9-sinflarga o'zlari kelishga ruxsat bor edi. Kichik 5-6-8-sinfgacha o'zlari kelishga ruxsat yo'q. Uydan kelib olish kerak. Demak sizlar o'zingiz. Keyin shuni bizlarning xona, yarimizta xona, boshqa xona, 3 xonanikini uzdikda. Bizning o'quvchilar ham yuratdimi? Ya biroq masalan siznikini bilasiz-ku. Bu yoqda xona ko'p bo'lgandan keyin bilmay ketayotdi. Bilgan O'zi bilmanglar-da shuning uchun. Kamera qo'yadi. O'zbeklar bularning
shu vaqtida o'zgandagi bo'ladigan voqeasi Ya, bu- sizlarda sodir bo'lishi mumkin. Yoshlikda u bas bilamsiz biroq. Yani keyin yana bir narsa borda. Yani qo'li singan bola bor-ku. Examenda yoza olmaydi u. Shu narsasi bor. Shuda bir muallim keladi-da, yozib beradi buga. Mana aytib turadi. Muallim nima yozing deydi, ketdi shuni yozadi. Nima yoz deb nima yozadi, shunday bo'lgan rasmi. O'ng qo'li singan. O'zi shunday anom bor edi ichida. Bizlarda unday Prezident maktabining kodeksi shunday bir qonun kitob daftarchasi bo'lsa, yana shuning ichida shunday yer ham bor ekan-da, punkt endi agar yog'daydim to'g'ri kelmasa, qo'li sinatan bo'lsa, birov, ya'ni muallim bilmay tag'an kelib yozib berib kerak. Yo'q, o'tirdi, u Batir degan bolam, bunday savol qilib, bunday yozatan dedi-da. Shu bilan shunchalik bo'ladi. Qo'li sindi, yozib beradi. U yerda Batir azetdi, sababi sammachi 2 soatda bo'lsa ekzamen, 2 soat turib aytib turadi u yerda. Muallim yozadi. Chitib, shunday ekzamen bo'lganlar ham bo'ldi. Endi Prezident maktab tugatdinglar. Qanday imtiyozlar bor O'zbekiston universitetlarini? Chet ellik emas, O'zbekiston. Akmal yaqinda test topshirdi O'zbekiston universitetida, shu bilan grant xavfga kirdi. Endi shuni tafsilotlarini aytib berasiz. Prezident maktabi bitiruvchilarına O'zbekistonning davlat universitetlarına grant ajratilgan. Bu grant nanday umumiy kvotadan tashqari grant. Misol uchun agar bir Shaxi bor. yo'nalishga topshiradigan bo'lsa, boshqa kiradigan bolalarga ta'sir qilmaydi-da u. Undan alohida grant ajratiladi. Keyin bu grant nu deb aytsak bo'ladi. Hamma yo'nalishlar bo'yicha topshirsa bo'ladi. Misol uchun matematika yo'nalishini topshirsa bo'ladi, fizika xalagan yo'nalishni xalagan davlat universitetini topshirib grant bilan qabul qilinsa bo'ladi. Ham bu 1 yil uchun emas. Misol uchun men hozir maktabda bir yil bitirgan bo'lsam, bir yil ham universitetlarga topshirsam bo'ladi, keyingi yil ham, undan keyingi yil ham agar shu qaror o'zining kuchini saqlab qoladigan bo'lsa, bu universitetga topshirib bizlarning grant bilan kirishimiz davom etaveradi. Men misol uchun 2023 da o'qishni tugatgan bo'lsak, bir yil ham topshirib ko'rdim, bir yil ham yana qaytadan universitetga qabul qilindim. Turkiyadagi o'qishimni hozir Toshkentga ko'chiryotirman. Buning sababi Toshkentda o'zimning sinfdosh do'stlarim ham bir boshqa do'stlarim bilan bir loyiha boshlayotirmiz. Böyle loyihaning qanday bo'lishini Sir. o'xshab ketsa, sir o'xshab ketsa aytamiz. Shu Katta odam bu kichik auditoriyaga kelasan desam. shunday bo'ladi. Kerak axir katta auditoriya yo'qda axir. Kichik auditoriya qala. Yozuv qo'yadi. Yozuv ham hech narsa olmaydi, ot o'zgarmaydi. Kichik auditoriyada, lekin katta mehmon. Gimnni eshitgansan-ku? Kichik auditoriya, lekin yuraklar katta deydi. Toshkentda loyiha qilish niyatimiz bor, bir startup loyiha. Agar shu loyihamizni men davom ettirishim uchun Toshkentga kelishim kerak bo'ldi. Ham Toshkentda birga yaqin do'stlar bilan bir jamoa qilib ana shu loyihani boshlashmoqman. Shuning uchun hozircha Toshkentda Turkiyada o'qishimni Toshkentga ko'chirdim. Ham Toshkentda davom etib shu yerda Xohlasang O'zbekiston universitetida o'qiy olasan. Universitetda o'qiy olaman. Xohlasang uni davom ettirasan. Imkoniyatlar katta. Prosta o'zining yo'nalishini qarab, qiziqishini qarab universitetni o'zgartiraveradi. Chetga o'taman desa chetga ketadi. Unda o'tishning yo'llarini, yo'riqlarini barisini bilasizlar. Yaxshi. Endi o'qish maktab tarafi bitdi. Endi universitet tarafini o'tsak. Sen nerda, qaysi universitetda o'qiyotganingni batafsil aytib bersang? Turkiyaning Istanbul shaharida joylashgan Yıldız Teknik Universiteti. Yıldız bu. Yıldız Texnika Universiteti. Bu yerda universitetim dunyoning top reytinginde 800-dar o'rinda turadi hozir. Turkiyaning ham bir Turkiyaning ichida bir nomi tanilgan universitet. Universitetda men matematika yo'nalishida o'qiyotgan edim. Matematika yo'nalish ham o'zi bu Turkiyadagi bizlar общий grant dasturi haqida bir tanishtirib berib o'tsak bo'ladimi? Turkiya burslari degan grant dasturi bor. Turkiya burslari grant dasturi 5 yillik grant dastur. Turkiyaning davlat ham xususiy universitetlarni grantda o'qish uchun
mo'ljallangan. Bu yerda grantning ichine kiradigan sharoitlari bir marta borib kelish bilet, o'qishning boshida bir marta borish ham qaytib kelish biletlari qoplanadi, ham universitet to'liq qoplanadi, universitetning kontraktlari. Undan tashqari yotoqxona to'liq qoplanadi. Yotoqxonada ovqatlar bilan ham ta'minlanadi. Yotoqxonaning o'zida ovqatlar. Nima to'qiysan ekan? Keyin stipendiya ham bor. Undan tashqari stipendiya $100, $150 o'zgarib turadi. Oyliq. Undan keyin sug'urta bor, sog'liq sug'urtasi. Agar qandaydir bir kasallik bo'lib qoladigan bo'lsa, davlatning shifoxonalariga, больницаларына borib, bepulga davolansa bo'ladi. Bu sog'liq sug'urta tarafi. Hamma tarafdan to'liq qoplangan grant dastur 100%lik. Bizning o'quv markazimizdan Ametova Nargiz opaning qizi o'qishga kirdi. Davlatboyeva Ruxshona o'qishga kirdi. Xudo xolasa ham o'qib bir semestr yoki bir kursdan keyin uni podkastga chaqiramiz. Taassurotlar bilan bo'lishga ko'p odamlar bor. Chaqirilmagan, endi chaqiriladigan bir chetdan ketaveradi. O'qishga kirish qanday bo'ldi? O'qishga nechib kirding? Nimalar ishlading? O'zi Turkiyada o'qish niyati shu 10-sinfning oxirlarida paydo bo'lib boshlagan. Shuning uchun aynan Turkiya. Turkiyani tanlagan sababi o'zim menda bir chetga chiqishdan sal qo'rquv bo'ladi endi. Shunda Nukusga Prezident maktabga borganda ham qaytib kelisham nesedim katta bo'lgan. Menda aniq shu bo'ldi. Bu yerda men Nukusda o'qiyman, bu yerma yoqmadi, o'zimning maktabimga bu yerga qaytib boraman degan o'ylar ham bo'lgan. Shuning uchun demam o'zimdan boshqa davlatlarga borib katta risk qilmaslik uchun shu yerda Turkiyani tanlaganman. O'zimizga yaqin, madaniyatga yaqin, bizlar ham O'zbekiston, Turkiya xalqimiz-ku baribir. O'zimizga sal madaniyati yaqinroq bo'lgan, shu yoqqa borib yashagan vaqtda qanday culture shock deb aytdim. Sana culture shock ham katta bo'lmasligi uchun Turkiyani tanlaganman. Ham bu yerda matematika sohasida o'qiyajak bo'lganman o'zim. Matematika sohasida Turkiyancha rivojlangan deb aytsak bo'ladi. Men olimpiadaga tayyorlangan vaqtimda ham turkcha kitoblardan tayyorlanib o'ynadik. O'zimiz muallimdan turkcha kitob, umuman matematikani qanday qilib ular qarashi, tatbiq qilishi menga yoqqan. O'zimning yo'nalishimda yaxshi bo'lgani uchun. Yerlan senda qanday bo'lgan? Men ham Istanbulda o'qiyman. Istanbul tijorat universiteti, Istanbul Commerce, ya'ni tijorat. Universiteti tanlash bunday bo'lganda, o'zi men Prezident maktabda masalan Akmaldan 1 yil keyin boshlayman universitetda, sababi 1 yil men gap year olaman. Birinchi yili menda gap year olganim sababi faqat America, only USA and USA Dream degan narsa bo'ldi. American Dream olayman. Shu yetib shu narsa bilan yurdik, topshirdik, u bilan grantlar chiqmay qoldi. O'sha biz topshiruvdan bilmak, masalan mana national universitetlar, ya'ni 400 ming narsani grantlar, no biroq u narsa ham foydasiz. Shu yetib shu narsalar bo'ldi. Men 1 yilimda mana Turkiyada universitet chiqmay qoldi. Odan keyin o narsa bo'lgandan keyin men gap year oldim. 1 yil gap yearning ichida masalan Progressda Temur aka chaqirdi, Temur akaning taklifi bilan shu yerda hamma muallimlarning yordami bilan shu yerda men muallimchilik, ya'ni dars berdim ingliz tilidan. O narsa mening hayotimda masalan ertang sirtqa chiquvga, ya'ni kattaroq bir hayotga qadam bosishda katta rol o'ynadi. Sababi Progress ustozlari, kollektivi zo'r, har doim podдержка etadi edi. Ulardan qarab ko'p narsa o'rgandim men. O narsadan keyin men o'yladim, to'xta, o'qish bir Amerikada emas-ku. Ya'ni bir Amerikada emas, topshirib boshladim. Amerikaga ham topshirdim, Vengriyaga ham, Dubayga ham, Qatarga da, Turkiyaga da. Qayerda grant bo'lsa, qayerda universitetlarni ko'rsam, shu yoqqa topshirdik. Topshirganda Amerika grant tutib oldim, 95%lik. Vizaga bordim, viza bermadi. Keyin Vengriya bor qoldi menda, Qatar qoldi, Turkiya qoldi. Shu Qatar ham отказ berdi. Shu Vengriyaga oxirgi anoga bordi, oxirgi stejga bordi. Vengriyadan men oxirida universitetga qabul qildi, biroq to'liq grant bermay qoldi menga. Biroq Turkiyaga borgan, endi turk tilining intervyuna borgan vaqtda men ana odamlarning so'laganini ko'rib, men turk tilini prosta qarab yaxshi ko'rib qoldim-da. Muloyim so'ylaydi, zo'r so'ylaydi.
Analar agar qattiq urishib atsam chiroyli ishlatdi. Shitib turib shu narsa yoqib qoldi, keyin o'ylanib qoldim, "Mosh, balkim Turkiya." No ko'ramiz yaxshi. Nechalar chiqdi? Grant, ya'ni to'liq grant Turkiya burslari. Shu vaqtda ketsam ekan, qalsam ekan deb o'ylab, sababi Progressning kollektivi menga qattiq yoqib qoldi. Sabab jamoa zo'r edi. Ya'ni u yerda Progressda muallimlar podдержкасы kuchli edi. Shu deb men o'ylanib qoldim. Ketsam ekan, qalsam ekan. Oxirida o'yladim, yaxshi davay bir borib ko'ring, bo'lmasa kelaman. Bordim, Turkiyaga men o'z tanlashda to'liq grant, ya'ni hammasini qoplab bergan uchun shuni tanladim. Eng anavi men til yoqib qoldi. Shuning uchun shuni tanladim. Turkiyaga boring. Borsam, Istanbul zo'r shahar. Odam ko'p, no biroq katta shahar. Masalan, har kuni birga boradigan bo'lsam, aylanib yurasizdan. Bilim yog'i, dars berishlari u ham zo'r ekan. Masalan, bizning universitetda internship ham bor, ya'ni kompaniyalarga yuborib ishlatish ham bor ekan, tajriba olish, shunday narsalar bo'lgani uchun eng muhim narsasi sirtqa chiqib bir uydan uzoqlab mustaqil bo'lish, ana shu narsa edi maqsad. Ana shu Ruxsananing og'asi Shohrux Turkiya burslaridan ham chiqib o'tdi. Shu double grant o'tibdi, deydimi? Double grant bo'lganmi, qanday? Bunday. Agar siz SAT sertifikatlaringizni topshirsanglar, SAT sertifikatlaringiz 1370 adashmasam, 1350, 1370 shundan o'tsa, stipendiyasi 2 esa etib beriladi. Masalan, 3000 stipendiya 3,5 beriladigan bo'lsa, vaqtda 7000 etib beriladi. Stipendiya 2 esa ko'p bo'ladi. Qolgan boshqalar hamma narsa bir, biroq stipendiya 2 esa ko'p bo'ladi-da. Shunday yeri bor. Bursga topshirgan vaqtda o'tishning nularga e'tibor qaratiladi. Men o'zim ham magistrga bursga topshirdim, Turkiya burslarini, lekin nugadir atkaz oldim. Balkim SAT yo'q bo'lgan chiqar yoki sen turini aytding-ku. Nuga qarab SATdan emas menimcha, sababi men SAT topshirmadim, SAT yuklamadim. SAT yuklamasam ham grant berdi. Значит, SAT emas. U yerda rol o'ynagan narsa GPA, ya'ni overall, ya'ni umumiy baholar katta rol o'ynaydi. Sababi boshda O'zbekiston ichidan saralab olinadi. Keyin yana dars ketadi. O'zbekistondan kandidatlar chiqdi, keyin yana saraladigan bo'lsa, shu vaqtda sirtlarga topshiradigan bo'lsangizlar, qayoq bo'lsa-da, faqat Turkiyaga emas, любой yerda bir sening bilimingga, buyog'i bilim bo'lsa, bilimingga qarab qolmaydi. Sen qanday odamga ekanam, ya'ni ikkovi bir bo'lsa-gina, o'shaga qarab общий. Sen masalan social odam bo'lsan, boshqalar bilan kelishib keta olasanmi, ya'ni boshqa qanday foydalaring deydi, proyektlaring bormi? Qurib bilim emasda, sport balkim. Shularga ham e'tibor beradi. Rol o'ynagan narsa. Yana bahongiz, tabiiyki, baho ko'proq GPA ga qaraladi. Ko'proq GPA ga ham qaraladi. Sababi activity yarandim ko'p to'ldirib tasanda. Ko'p bo'ldi. Sizda activitydan problema bo'lmaydi, Sizda GPA 79. Menda. Bunday neslatda o'zi hamma universitetlarni o'zlarini qabul ochgan vaqtida minimum requirement bo'ladi. Misol uchun IELTS bo'lishi, SATning bo'lishi yoki bir GPAning bir ma'lum bir miqdordan ko'p bo'lishi bu minimum requirement. Agar shulardan o'tib bilsangiz, keyin sizning bunday dokumentlaringiz ko'rib chiqiladi. Misol uchun bu yerga bir shu Turkiyaning o'zida umuman ko'p davlatlardan topshiriladi. Yana shu ko'p davlatlardan topshirganman, baribir qabul qilish foizi kam. Hammani ham qabul qilmaydi. Bu bunday IELTS, SAT, keyin GPA'dagi bunday talablarni qo'yishi, bu bunday tekshiradigan odamlarni kamaytirib olishi. Boshda shu misol uchun 1000 odam topshirsa, shularning ichidan IELTS'lari ham, SAT bahosi ham, GPA'lari to'g'ri keladigan bir 500 donasini saralab oldi. Keyin shundan saralab olgandan keyin shularning ichida keyin tekshirib boshlaydi. Bu o'zi qanday odam qurgan hamlanday bilim tarafdan emas, yerlarning aytganday social tarafdan bo'lishi mumkin. Keyin jamiyat ta'siri bo'ladi, qanday foydam bo'ladi. Keyin bunday qilgan ishlaringda bir bog'liqlik bo'lishi kerak. Men misol uchun matematikaga topshirganman. Matematika, o'qituvchilik. Hamma essay yozganim, social activity'lar, boshqa hammasi menda shu matematikani o'qib turib, o'qituvchi bo'lishga
bağlangan edi. Misal üçün esseyimde ham men matematikaga qiziqishimning qanday boshlangani yosh vaqtimdan. Ham bu matematikaga qiziqishning boshlangani, keyin uni boshqalarga o'qitib boshlaganim, keyin menga boshqa bir xalqaro o'qituvchilarning sen o'qituvchi bo'lish qobiliyati bor senda deb bergan motivatsiyalari, shularning hammasini qo'shib men matematika o'qituvchisi bo'lib ko'raman o'zimni kelajakda. Shunday bir bog'liqlik bo'lgan. Keyin undan boshqa qilgan misol uchun proyektlarim ham shunga yaqin bo'lgan. Maktabning vaqtida misol uchun bolalarni olimpiadaga tayyorlaganman. Mana shu olimpiadaga tayyorlashim men shu vaqtimda o'zim o'qituvchilikni yaxshi ko'rganman, ham matematikani, immuniy shu matematikani o'qitishni yaxshi ko'rganman deb uni ham shunga bog'laganman. Hamma narsa bir joyga bog'liq, aniq sening maqsading ko'rinib turishi kerak. Ma'lumot sifatida qo'shimcha aytib ketamiz. Bu ikki mehmonimiz ham Intellektual Progress o'quv markazi tarafda repetitorlik faoliyatini yuritayotir. 1 yil tajriba yaqinda bitirdilar. Yerlan IELTS'dan, ingliz tilidan tayyorlaydi. Akmal esa Matem plus angliyskidan tayyorlaydi. Prezident именно shu prezident maktabining o'quvchilarini tayyorlaydigan guruh boshladi bu yil. Bu yil prezident maktabini, Nukusdagi prezident maktabini Intellektual Progress o'quv markazimizdan 3 ta o'quvchi qabul qilindi. Ikkovi Xalimbetov shaxsatniki, biri Akmalning o'quvchisi hisoblanadi. Tabriklaymiz ona da. Endi odamdan hayotda 3 narsa qilish kerak deydi. Uchinchisi yodimda yo'q. Birinchisi bog', ikkinchisi kutubxona deydi. Endi shu tipa uchinchisi yaxshi odam, yaxshi ne qoldirish, yaxshi iz qoldirish. Sal-pal iz qoldirdi. O'zi shu yerda bitirdi prezident maktabini, o'rnina bir odam qo'shib ketdi. Qiziq tarafi yana bu yil Bernidan, o yani bizning proyektga tayyorlangan o'quvchidan Berni tumanidan общий birgina o'qish kirgan bu yil. Arg'ayga 4 yildan. Ular 4 yil o'quvchilari. Bernilik senikmi? Bernilik bizga. O'zini adam topdi. Demak, bu yildan 3 odam plus bor. Rastlarlikni solishtirganda kamroq. Kamroq. 2 yil burun bizning 2 o'quvchi topshirdi, Gulchehra bilan Zalala. Gulchehra 25-chi bo'lib yig'ildi. Birinchi yig'ildida u. Birinchi bo'lib turibdi. Keyingisi Zalala 108-chi bo'lib yig'ildi. Ikkinchi bosqichdan birdan emas. Hozir o nechanchi sinf? Yani 25 bo'lib yig'ilgan. Ana tashasa ayt deb qo'yibman Shahjahonga. Shu 20 agar 4-o'rnimiz bir o'rin bo'shab qolsa, 26 chiqar u. 26. Ikki odam ketdimi ekan? Ketsa aytaversin. Ketsa aytamiz. Prezident maktabi ishchilari, bizlarning zo'r wunderkind o'quvchimiz bor, 7-klass, dahshat. 26-chi bo'lib turibdi yig'ilganlarda, kirganlardan keyin 25-26-chi o'rinda turibdi. Ya 26 ya 25. Naboda netsanglar xabarlashinglar. Agar o'rnida bir wunderkind bor, yuboramiz. Yaqinda u qiz endi tayyorlanish yo'lidan sal qo'shib ketaman. 1-klassidan boshlab ingliz tilini tayyorlab bo'lsa. 1-klassdagilar maktabda alifbeni o'zbekchani o'qiy olmay yurgan vaqtimda men unga ingliz tilini o'rgatyapman. Unga o'rgatgan vaqtimda dadasi topshirib ketdi, Jo'ram Alpis degan. Ana shu bola aytdi, urasama, qarasama ingliz tilini o'rgansin dedi. O'zi 1-klassning o'zida unga prezident maktabga kirish degan orzu paydo bo'ldi. Va oxirrag'inda 19da ochildimi? 19da u tayyorlanib boshladi, biroq ingliz tilini boshladi. Prezident maktabi shu 2-klasslarda paydo bo'ldi. O'zi 1-yil kirgandan keyin u men ham shunga tayyorlanaman dedi. Asqar ustozimiz bor, matematikadan tayyorlaydi, u ham zo'r tayyorlab qo'yadi. Shunda o'qib 2-klassdan boshlab matemni boshladi. 3-klassda, 4-klassda zo'r tayyorlandilar. Angliyskidan bir bal yetmay qoldi o'xshaydi shunga. Shu bilan kira olmay qoldi. Lekin matematikasi kuchli. Hozir ham xususiy maktabda o'qiydi, Progressning xususiy maktabida. Tekshirib ko'radigan bo'lsa, hadar kuchli bolalar, kuchli qizlar. Endi bu yerda sizlar faoliyatni boshlamasdan burun, prezident maktabi faoliyatini boshlamasdan burun aytib o'tishimiz kerak odam Navro'zbek prezident maktabına kirgan odamlarning ko'pchiligini hissasi baland. Sababi shu vaqtda prezident maktab moda bo'lib ketgan vaqtda rayonda birgina shu Navro'z tayyorladi. O'zim shu xonalarda edi adashmasam, mana ya buyog'ida. Mana xonada chiqarib. Mana meditsiya arxana. Navro'zdan ham ko'p hissasi baland prezident maktab degan vaqtda angliyski yog'idan men ko'zaldim Navro'z keladi. Sababi u vaqtda unday muallim yo'q edi menimcha. Shahjahon ham Navro'zda tayyorlangan boshында.
Ko'p aytamiz Shahshahanda keyingi odam o'xshaydi umuman u. Yaqinda universitetga kiraman deb yuribdi, endi kirgay. Assalomu alaykum hurmatli Beruniy ahli. Agar siz ham farzandingizni sifatli ta'lim olishini, zamonaviy sharoitda chuqur bilimga ega bo'lishini va undan tashqari IELTS xalqaro sertifikatlarini qo'lga kiritishni xohlasangiz, sizni Intellektual Progress o'quv markazimizga taklif etamiz. O'quv markazimizning yana bir tajribali ustozlaridan biri Sarsenboy Husniddin tomonidan oktyabr oyida ochiladigan IELTS guruhi uchun qabul boshlandi. Shoshiling, joylar soni cheklangan. Darslar sifatli, samarali va natijaga yo'naltirilgan tarzda olib boriladi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Yaxshi. Endi o'qish sistemasi haqida azroq aytib beringlar. Sening universitetingda, sening umumiy aytamiz, so'ng universitetlarga bo'linamiz. Turkiyadagi ta'lim. Grant dasturi 5 yillik bo'ladi. Yana shu 5 yilning birinchi yilida hammaga majburiy 1 yil turk tili o'qitiladi. Ham yilning oxirida sertifikatga topshirib, sertifikat olinadi. Bu hammaga majburiy. Agar sening o'qish tili bo'ladi, o'qish tili ingliz tili bo'ladimi, turk tili bo'ladimi yoki boshqa til bo'ladimi, hammaga majburiy 1 yil turk tili o'qish kerak. Keyin 1 yil turk tili o'qigandan keyin 2-yildan boshlab universitetni boshlaydi. Ha, demak ikkinchisidan hozir foundation yil bitdi. Hali umumiy standartlar haqida kamroq boshlaganman. Ha, boshladim. Universitet boshlaganman. Universitetda o'qitish ko'p universitetlarda ikki tilda o'qitiladi, ingliz tili ham turk tili. Mening o'qiyotgan tilim ingliz tili, yerlandiki ham ingliz tili, lekin majburiy bizlar ham turk tilini o'rganganmiz. Turk tilidan sertifikat oldingmi? Sertifikatimiz bor. Qanday? C2 sertifikat. C2 eng baland. IELTS 9 degan baland. Turk tilidan 9 bor. Keyin universitetda shu har semestrda fanlar 7-8 fan bo'ladi. Har semestrga shunday qilib bo'lingan. Agar fandan o'tding, bo'lmasa keyingi semestrga qolib ketadi. Keyingi semestrda qo'shib fanni o'zlashtirib olsang bo'ladi. Baholash sistemasi ham bizlarda universitetlarda qanday bilmayman, lekin u yoqda harflar beriladi. A, B, S, shunday. Hozirgi milliy sertifikatlarni shunday. Eng zo'ri A+, A+, B+, C, D, F, D ham bor. D ham bo'lsa kerak, D borda. Lekin D manday ne? O'tmaysan-da. Rush modeli. D bilan. Rush modelida baholanadi. F bo'lsa fail. F bo'lsa fail. Yaxshi. Solishtirsak, sen prezident maktabida o'qiding, u yoqda universitetda o'qiding. Ikkovini solishtirib ber. Solishtirish xato bu narsani. Lekin shundan baribir ikkovida o'xshamaslik va universitet boshqa uровень. Lekin prezident maktabini biz yoqdagi maktablar bilan solishtiradigan bo'lsa, bu kuchli darajada. Именно shu prezident maktabida o'qigan uchun solishtirish so'rayapman. Maktabda umuman maktablar bilan universitetlarda solishtirsak, misol uchun solishtirsak bo'ladi. Endi bunday muallimlar maktab vaqtida o'quvchi bilan dim ko'p ishlashadi. O'quv haqida ko'p care qiladi, ko'p yordam belgisi beradi, qayg'uradi va bunday o'tib olsin, yaxshiroq o'qi, tayyorlanishing kerak, qo'shimcha dars qo'yib bering deydi. Lekin universitetda umuman unday bo'lmaydi ekan. Professor sen bilan umuman ishi yo'q. Seni tanimaslik ham mumkin. Auditoriyada sababi katta auditoriya, 100-300 gacha o'tiradigan darsxonalar bor. U yerda professorning sen bilan umuman ishi yo'q. Leksiyasini o'qib beradi, keyin fanga tayyorlanib ekzamindan o'tish hammasi o'zing intilishing kerak, boshqa do'stlar bilan intilishing kerak, lekin professor umuman o'ylaymiz seni. Misol uchun bir semestrdan qolib ketsang, keyingi semestr yana qaytadan saylab shu fanni o'qiverasan. Bir fanda bir 4-5 marta o'qiganlar ham bor. Qayta. Eng katta farq shu. Keyin qiyinlanday o'qitish sifatini solishtiradigan bo'lsa, agar prezident maktabi ana shu Turkiyadagi o'qishni solishtirsak, baribir menimcha prezident maktabi yaxshiroq bo'lsa kerak. Sababi prezident maktabida o'quvchi kam, eng katta narsa. Kam o'quvchi, yana saralangan o'quvchilar. Bir Qoraqalpog'istonda misol uchun 2 million odam bor, shuning uncha foizi yoshlar. 200-300 ming yoshlar bo'lsa, shundan bir 150 ganasi
Prezident maktabda o'qiydi, 150 dan az saralangan o'quvchilar. O'qituvchilar ham keyin chet ellik tajribali o'qituvchilar bo'lgani uchun ta'lim sifati baribir Prezident maktabda yaxshiroq. Culture shock qanday kechdi? Bu yoqqa bordinglar, yashash azroq. Cultural shock qanday bo'ldi? Biz borganda aeroportda tushib keldik. Aeroportda o'zi kutib oladi hammasini. Charchab turibmiz bir, ikkinchisi hamma uxlag'isi kelib turibdi. Tarqab chiqib kerak yotoqxonalarga. Hammani aparadi. Birinchi men o'rganish olgan narsam yo'llari. Mashinada uxlayajaq bo'laman, tayib ketaveraman. Yo'llar menandayda o'ti. Ketdi. Yaxshi dedim, remen taqdim. Remenning astidan chiqib ketaverasiz-da. Uxlamaysiz, mashina uxlab variant emas ekan. Shu yotoqxonaga boramiz, yotoqxonaga joylashdik. Hamma turkcha o'rgatdi. Biz tushunmaymiz turkcha, endi ari-beri tushunib qoladiganlar bor, no biroq baribir borgan vaqtda ularning turkchasi tushunish qiyinroq bo'ladi ekanda. Shu bordik. Yatdik. Kechqurun Akmal keladi, Akmalga tanishtiradi, ko'chaga shu vaqt chiqaman men. Shu turib qarasam, hamma yerda sigaret chekib o'tirgan. Endi shu narsa menga qattiq bir travma o'xshagan narsa bo'lib qoldi. Sababi men umuman ko'rmagan u o'rganish olmay qoldim u yerda. Hamma qo'lda. Bardiq, yaxshi o'rnamdan o'tib ketdik. Akmal tanishtirib, mana shunday zotlar bo'ldi. Yotoqxona keldi. Vроде bir uxlab turdim. Hozir do'stim normalniy bo'lib ketdi. Biroq ikkinchi bo'lgan narsa ovqatlarga kelgan vaqtda sal deb yanday umuman boshqa, masalan, ularda pilav deb aytadi. Bizda palov bo'lsa, ularda pilav quru buni qaynatadi, bo'ldi. Pilav bo'ldi. Shunday narsa ko'p, no'xat ko'p. Ana bir go'sht ovqati kam. Kaloriyasi kam ovqatlar edi. Ana shu narsa bir qattiq bir meni shokka tushirgan, bir tushuna olmay qolganim, o odamlarni yetyapti deb. Ular ko'p ovqatni tuz solmaydi ekan. Shu narsasi bo'ldi. Atak boshqa yer, masalan, odamlarning yanında madaniyati boshqaroq bo'lgan bilan ham, biroq hammamiz yaqinroq mamlakatlar bo'lgandan keyin bir-biriga o'xshab ketadi. O narsadan unda qattiq farq qilmadi. Shu yerda aytilib ketilgan narsalar bir borgan vaqtda shokka tushirib qoldi. Senda ne? Shok bo'lmaganmi? Shok bo'lgan menda ham. Boshida men o'zim bir do'stim bilan bor edim. Manglatdan shu birga maktabda o'qigan, bizlardan bir sinf balandda o'qiydi. Shohruh degan bola. Shohruh. Yaxshimisan? Shohruh bilan birga bordik. Birga universitet yotoqxonaga borladi. Birinchi yil aytganda aeroportdan kutib oldim, keyin to'g'ri yotoqxonaga olib borib, shu yerda registratsiya bo'ldi. Birga bo'lganimiz uchun menda ancha kamroq bo'lgan menimcha. Sababi shu bir o'zimning do'stim bilan bordim, bir xonaga joylashdik. Universitetimiz ham bir edi. Yo'nalishimiz ham yaqin edi. Keyin birinchi yili turk tili kurs bo'lgandan keyin u yerda yo'nalishdan farqsiz hamma bir xil sinfda o'qiydi-da. Keyin yotoqxonamizda bizlarning yotoqxonada xalqaro talabalar ko'p bo'lgan edi. Afrikaning ko'p davlatlaridan, Yevropaning, Hindistondan ham bor edi. Afrikaning ko'p bolalari bor edi. Bizlarning xonadashimiz birinchi yilda xonadosh Afrikaning Etiopiya davlatidan edi. Magistratura talabasi edi. Ikkinchi yildagi xonadosh Yevropaning Albaniyadan kelib o'qiyotgan. Arxitektura yo'nalishida o'qiyotgan edi. Qisqasida bir hamma u yerda talabalarda talaba bo'lgan uchun baribir hammasi shunday bir culture shockka bir tayin bo'lib borgan bolalar bo'lgan uchun ham qattiq qiyin bo'lmagan sababi hamma yanday bir-birini ozor berisi kelmaydi yerda, sababi hammasi qiynalib yurgan bolalar, shunday oilasidan uzoqda qiyinchilik ko'rayotgan bolalar bo'lgan uchun bir-biri bilan bunday yaqinroq bo'lishga, bir oiladay bo'lib yaqin vaqt o'tirishga harakat qilatan edi. Ham poddesh ko'p bo'latan edi. Balasini, farzandini o'qitib o'tirgan ota-onalarga, imini prezident maktabga o'qitayotgan yo bo'lmasa prezident maktabda o'qitishni xohlaydigan ota-onalarga bir nengiz, tavsiyangiz, motivatsiyangiz, undan keyin o'quvchilarga ne to'g'ri bunday 3-4 klasslarga emas, katta odamlar, universitetga topshirayotganlarga tavsiyangiz, motivatsiyangiz bir chetdan boshlasak.
Tak ota-onalar keladigan bo'lsa, men o'zim boshimdan o'tgancha ayta turman. Ota-onalar farzandlaridan mahkam turish kerak. Sababi menda topshirish yoqmagan shu vaqtda. Sababi o'zbek tili deb qo'ygan. Biroq mamam mahkamlab turgandan shu topshirganman. Endi sizning bolangiz yoki qizingiz farzandingiz tushunmagan bo'lishi mumkin. Biroq agar shu yerda mahkam turib, yaxshi muallim topib topshirib, progressga tayyorlantirib, shu yerda mahkamroq tursanglar, ertang o'qigandan keyin kelib rahmat aytadi. Sababi men shu vaqtda tushunmagan ekanman, kichkina bo'lgan ekanman. Biroq mana shu aytganingizga, masalan, men kelajagim o'ylab, men to'g'ri любой farzand, любой ota-ona farzandining kelajagini o'ylab yuradi. Shundan keyin shu yerda bir mahkam turib bersa, ana shu ertang o'z yanida natijasini chiqargan vaqtda baribir farzand kelib rahmat aytadi, necha etsada. Siz mahkam bo'lsangiz, bizlar bu yoqda welcome to progress deb kutib olamiz. Keyin shu yerda yana bir narsani aytib ketish kerak. Hamma prezident maktabda o'qiy olmaydi. Sababi 5000 yilcha topshirdi. 2500 ga yaqin 24 gana o'quvchi qabul qilinadi bir sinfga. Qoraqalpog'iston bo'yicha 24 o'quvchi qabul qilinadi. Demak, bundan ko'rsak bo'ladi, hammaning bolasi ham prezident maktabda o'qiy olmaydi. Shuning uchun bunda prezident maktabga kirib o'qiyman, men shu prezident maktabga kirib o'qisam gana bir yaxshi odam bo'lib yetisha olaman degan narsani o'ylab qolmas kerak-da. Sababi ko'pchilik odam, misol uchun topshirganda ana shu 2500 odamdan 24 odam qabul qilingan bo'lsa, anaqanda 2400 odam bo'ldi, men endi prezident maktabga kira olmadim. Hayot prezident maktabdan iborat emas. Prezident maktabdan iborat emas. Mening bolamning endi kelajagi yaxshi bo'lmaydi, prezident maktabga kira olmay qoldi degan fikr bo'lmasligi kerak. Sababi hamma ham prezident maktabda o'qiy olmaydi. Shuncha odam yig'iladi. Keyin o'quvchilarga aytadigan bo'lsa, oddiy qarash kerak-da. Hamma narsa oddiy, prosta bizlar o'zimiz sal yalqovchilik qo'yib tursak, masalan, hamma odam erisha olmaydi, endi ko'pchilik erisha olmaydigan narsaga erishish uchun ko'pchilik qilmaydigan narsani qilish kerak. Ya'ni, masalan, odamlar 2 soat o'qiyaptimi, davay sen 4 soat o'qi. Masalan, sen bir fan o'qiyotgan bo'lsang, 2 fan tayyorlan. Shu narsa, ya'ni boshqalar yetmagan narsa yetish uchun любой sohada endi boshqalar qilmagan narsani qilish kerak bo'lgani. Vaqtida sal qiynalasizlar, yoshlar o'tib ketadi o narsa vaqt bilan. Ertang shu narsaning samarasini ko'rgan vaqtda, ha, значит, bekardan bekar yurmagan ekanman, bekardan bekar qiynalmagan ekanman deb aytib qonib o'tirasizlar. Shu narsa. Bugungi podkastimizning mavzusi asosan prezident maktabi haqida bo'ldi. Bu podkastdagi mavzular, gaplashilgan gaplar prezident maktabi haqida qiziqib yurganlar uchun. Hamma o'quvchi prezident maktabga ketishi shart yoki hamma o'quvchi Turkiyaga topshirib grant o'tishi shart degan emas. Har kimning o'zine yarasha xohlagan yo'lanishi, xohlagan yerda o'qishga imkoniyati, xohishi bo'lishi mumkin. Bu narsani o'zlaringiz tanlab, o'zlaringiz xohlab tayyorlanishingiz mumkin. Bu yerdagi bugungi ko'tarilgan mavzumiz esa faqat shu yo'nalishga qiziqqanlar uchun savol-javoblar. Chunki xalqda bo'shliq bor. Bo'shliq bor deganda prezident maktabi haqida to'liq bir tushuntirilgan videolar yoki boshqa narsalar yo'q. Savol-javoblar. Endi bizlarning ota-onalar keladi. Prezident maktabi uchun imtihon iyunda bo'ladigan bo'lsa, birinchi bosqich iyundami? Iyunda bo'ladigan bo'lsa, martda keladi-da, Navro'z bilan ko'p duch bo'lganmiz, Navro'z asqarlar bilan duch kelganmiz-da shu o'zi. Mayda keladi, aprelda keladi. Mening bolamni prezident maktabga tayyorlash kerak. U bola 4-klassda endi bitirib o'tirgan bola. 2 oyning ichida ilojsiz u narsa. Uning konkurentlari burundan tayyorlab ketgan. Ya aytganda Gulchehraga o'xshab 1-klassdan beri tayyorlab ketgan odamlar bor. Mendan ketadigan maslahatni shu yerda qo'shib ketaman. Bolani ertaroqdan shug'ullantirib boshlab, bir yoqdan o'zingiz majburlab yoki motivatsiya berib turishingiz kerak, bir yoqdan o'zi ham shu narsaga qiziqish kerak. U prezident maktabga kirasan desa, uni kendini bilmasligi mumkin. Sharoitlarni, videolarni qo'yib berish kerak. Bugungi podkastni qo'yib berish kerak. Shunday vaziyatlarda bolani ilhomlantirish kerak. 24 ning orasida sen ham bo'lasan deb majburlab ham bo'lishi mumkin yoki motivatsiya berish ham mumkin. U o'zlaringizning qo'llaringizda. Hammasi ham yo'lga borib o'qish shart degan emas. Bizlarning xususiy maktabdan o'qish. Intellektual progress o'qiman kerak. Undan tashqari xohlagan joyingizda, xohlagan yeringizda o'zingiz nazorat qilsangiz, bilimini kafolatlab bersangiz, hamma narsani u
immuniy prezident maktabdan chiqib zo'r bo'lish kerak degani emas. Shohrux ham masalan, Shohrux oddiy tuman prezident maktabida o'qidi. Vengriyaga grant tutib oldi. Ruxshona o'zi oddiy maktabda, davlat maktabida o'qib turib grant tutib oldi. U immuniy shu yerdagilar grant bo'ladi degani emas. Harakat qilgan odam hamma narsaga erishishi mumkin. Bugungi mavzumiz prosta shu maktabga qiziqib yurganlar va shu yerda o'qishni xohlaganlar uchun. Xo'p, fikrlar? Men o'zim u yoqda shu narsani proyektni boshlagan Xushida akanga respekt. Sababi u narsa balkim ko'p odam kallasida bor chiqar, biroq shu narsani jasorat topib boshlab kichik auditoriya deb masalan u ansat narsa emas. Ansat ko'raman, chiqdinglar, bosib ko'rdinglar, yo'q, unday narsa emas. U orqasida shuncha mehnati bor, shuncha harakati bor, shuncha odam jinash bor. U narsani o'zim bilmaydi. Biroq shuni bir harakat etib masalan boshladi. Xohlasa ertan katta bo'lib ketgan vaqtda qaraydi, "Oho, zo'r bo'lgan ekan" deydi. Men o'zim shu narsaga qattiq quvondim, sababi u yoqda o'zlarimizning Beruniyda, nima biz Beruniyning atini chiqarmaymiz. Ana shu narsa, Xushida akangda shu narsa bor, shu narsani chiqargan uchun men rahmat aytaman, hurmatimni bildiraman. Uncha maqtashyapsiz prosta. Yo'q, maqtaganda emas, u konkret bor narsa, masalan hech kim chiqarmadi unday narsani. Maqtashga loyiq va katta jasorat kerak bunday ishlarni qilish uchun. Sababi har kimga ham kallasida bor-ku, biroq uni mindet olib kelish degan u, ya'ni mitsang zo'r bo'ladi ekan-ku deydi, biroq u mindetmaysan, hech kim mindet aytgan odam yo'q-ku. Shu mindet degan narsa. Kichik auditoriyaning yaratilish tarixini bu podkastda aytib bermayman. 23-podkastda aytib beraman, xudo xolasa yetirsa. Kichik auditoriya podkastimizda mehmon bo'lganlaringiz uchun mana soat kech bo'lib ketganidan qaramay kelib shu yerga yo'q demay kelib berganlaringiz uchun albatta sizlarga kattakon rahmat. Kelajakdagi ishlaringizga omad, rivoj tilab qolaman. Beruniga qaytib kelgan vaqtingizda yaxshi kadrlar, xalqqa, jamiyatga foyda tiyadigan, o'zlaringizdan yaxshi iz qoldiradigan odamlar bo'lib kelishingizga tilakdoshman. E'tibor qilib podkastga chaqirganingiz uchun Xushida akaga rahmat aytamiz. Va siz nima podkastga chaqirg'day odamlar emaslik deb aytsam bo'ladi, lekin shunda ham rahmat katta chaqirganingiz uchun. Podkastning atidan ham ma'lum, kichik auditoriya. Hozircha kichkina odamlar bilan boshlab turamiz. Ertang katta odamga bir Nukusga borib qaytdik Mirbek bilan. Bu katta odam sal kattalik qildi-da kichikka. Ertang katta, Navro'zam bordi, Sardor bordi. Katta odamdan kattalik qildi, biz kichik auditoriyamizga siymay qoldi. Endi xudo xolasa ular ham planda bor. O'zlari keladilar. Har bir podkastimizda kelgan mehmonlarga sovg'a berish an'anam bor edi. Endi dimam an'ana bo'lib ketmadi. Endi an'ana bo'lib boshlaydi. Sizlarga ham kichkina arzimagan sovg'am bor, lekin ikkingizni bir xil emas, ikki tur. Mana xafa bo'lmaysizlar. Endi tarixni aytdim. Yerlan sana bergan kitobim mana Atadodan keladigan shaharda konferensiya bo'ldi. Dubayda. Ana shu shaharda konferensiya bo'lgan vaqtimda bu kitobni utib oldim. Ichi qora idiomalar, yo'qsa frazal verblar, idiom ekan. Amerikan idiomasi bor ekan. Shuni sana sovg'a etdim. Endi kelajakda IELTS yo'qsa angliskiy sohasidan ketyapsan, shunga sal bo'lsa-da yordam beradi. Men uchun qadrli. Endi sabab bu yoqda o'tib oldim. Podark sifatida berilgan uchun men ham podark etyapman. Sen ko'proq endi xudo xolasa kelajakda yozuv, chizuvli yo'nalishdan ketgan uchun brendimiz tuzilgan. Biznes ideyalar shuni yozamiz unda. Biznes ideyalar yozasizlar. Podkastimiz Intellektual Progress o'quv markazining Pet kollejdagi filialida o'zim xonamda suratga tushirilyapti, videoga tushirilyapti. Bu yerda asosan progress rahbariyatini rahmat aytamiz. Undan tashqari bizlarda yonimizda turgan asas studiya jamoasi, Dastantek, immuniy mana shu kichik auditoriya degan logotipni объемный shaklda chiqarib bergan odam, unga asosiy rahbar, rahmat. Shu narsani ishlab bergani uchun va hamkasblarimiz, jo'ralarimiz, mobilografimiz Akbar shu yerda turibdi. Hammasine rahmat. Bugungi podkastimiz sizga keraklicha savollaringizga javob bergan bo'lsa, biz xursandmiz. Albatta bizlarga obuna bo'lib qo'ying. Kelajakda bundan ham qiziqarli mavzularda yoki sizlar xohlagan mavzularda temangiz chiqib qolishi mumkin. Shu bilan podkastimizning 4-soni o'z nihoyasiga yetdi. Hammamizga rahmat. Obuna bo'lishni unutmanglar. Goodbye. Husniddin Sarsenbayev bilan ta'limiy mavzularda Kichik auditoriya podkasti.
Kichik auditoriya Husniddin Sarsembayev bilan